Assalamu alaikum. Dünyanın her kaç yerinde yaşayan muhterem vatandaşlar, hem Allah'ın salamı, rahmeti olsun. Tutuklar olanlar makbul olsun. Ramazan aylarına inşallah bereketli olsun. Aziz kardeşler, bugün dağıtılanlara Xudo ilan berilgendek her haftanın seçim günü bir katından ders kılınatkan Kur'an'dan nazarname programımızın 9. sanında mezhepler doğrusunda məlumatlara berilgan buldu. Çünkü muşu meselelerini bilmegenlikimiz sebeplerden avam fakat özü isilgan bir şeyh, ustaz, bir kalallarının kendinden menip cennetinin şosu ulaşkandaki his kılıdı. Ama bir kalallarının içinde min bir koyun, min bir koyuncunun bağlılığını bilmeydi. Ben muşu mezhepler hakkındaki mezmunlarını anlığa baktığımızda arada nima uchun ittifoqsizlik paydo bo'lganligi, birisining gapiga, yana birisining gapi nima uchun tutmaydiganligi qatorliq nurg'un masalalarga javob topa olishimiz mumkin. Maqsad buning orqali asli bizga bir butun ko'rinayotgan, ammo ichi ming parcha turayotgan islom dunyosidagi bir mohiyatni tushunish. Qanamsa diqqatinglar ig'rana bo'lsin. Programimiz hozir boshlandi. Assalamu alaikum, hoş geldin. Aleyküm selam. Rahmetullah. Qanday ahvallar, hikmatullah. Özlerim obdan to'la. Amag'ayla. Ramazonda maxsus Qur'on o'qiymiz, tarovih o'qiymiz, kechalar ibodat qilamiz degan shaklda Ramazonninki islomning mohiyatini emas, shaklini qarab qo'llaydigan ibodatlar bilan jillardan mashg'ul bo'lib o'tib, ichidagi mazmunlarga cho'kanmaganligimiz sabab tufayli bugun o'rtaga qo'yilayotgan haqiqatning yot tuyulishi, maqbulsiz shaklda tuyulishi va o'zimiz cho'ng bilgan olimlarning og'ziga qarab o'tirib, hammasini maqbul deyishga ko'nib ketganligimizning nimasini realligini yashayapmiz, ko'ryapmiz. Qur'on iqra bilan, ya'ni o'quv bilan boshlanganiga bakmay, biz o'qishdan eng keyinda qolgan bir qavm bo'lib qoldik. Xo'sh, bugun mazhablar haqida to'xtalamiz deyishdik. Bu haqda bizlarga jiroq yaqindan anglaganlarimiz yetarli bo'lmasi mumkin. Sizlarga hozir qadar taqdim qilayotgan programmalardagi boshqacha ko'zlanishlari, taqdim qilishlari va boshqacha qarashlari va uni Qur'onga ulaşları başqacha diqqat qo'zg'ayapti. Ko'rayman qarindoshlarning yaxshi inkoslarmi, ijobiy inkoslarmi bo'lyapti albatta. Va bir qism aqlini go'rib bergan qarindoshlarniki hala Toyib qavmining ushoqlarga o'xshash etayotgan tashlarini yig'yapti. Qalami musofir uzargan sari kim nerede, nima qaysi maydonda qoldi ko'ramiz. Xo'sh, darslarni anglaydi, marhamat. Assalamu alaikum. Dünyanın qarşı yerlerde hörmətli qarindaşlar, hammalarning şu vaxt xeyirli olsun. Bugün şu məzhəblər to'g'riliq to'xtalamiz dedik. Endi biz hozir nurg'ulg'an məzhəblarni şəxsən mən şu o'qish jarayonimda nurg'ulg'an məzhəblarni o'qib chiqdim. E'tiqodiy məzhəblər, tariqat sohasidagi məzhəblər, undan keyin şu ahkam sohasidagi məzhəblər. Məzhəb şu 3 qismga bo'lindi. Men mazhablarniki ichiga kirmayman, chunki mazhablar ma mazhab manda qaraydi, a mazhab anda qaraydi deydigan bo'lsam, bu vaqtda har bir mazhabniki mana moshunchilik qilinliqdiki, ya'ni Qur'ondek 7-8 pot chiqadigan ichidagi xatni hisob qilgan vaqtida 7-8 pot chiqadigan moshundaq o'zi bir kitobni u bosh o'qib chiqish to'g'ri keldi. Uning uchun men mazhablarniki kelip çıkışı, bununki Müslümanlığın arasıga payda kılan icabı selbi tesirleri, onundan keyin bununki ziyalları ve Kur'an'da o mezhepke nemi deydi? Digen haqda şu mezmunda to'xtalama. Mezhep asasen 3 türge bölündü. Birincisi itiqadi mezhepler, ikincisi tarikat, tasavvuf mu deymiz,
tariqat mezhepleri. Üçüncüsü ehkam sahasındaki mezhepler. İtikadi mezhepler asasen şu nimeniki hicriye yılniki şu 30. yıllara doğru geldi. Onunki birinci mezhepniki meydana gelişi. Hazreti Ali'niki şu Muaviye'den boğan uruşta Sippin uruşu dep atıldı. 90 bin adam ölgen uruş. Aş uruşunun özü de Hazreti Ali'niki Sippidin ağırlık çıkıp ketken bir grubu insanlar boğan. O insanların özünü harici dep ataydı. Havaric mi deydi? Havaric ya harici degen işkilisinin mana cihati okşaş. O nima degan bo'ldi desa, septin chiqib ketgan odamlar degan bo'ldi. Yani elining septin chiqib ketgan odamlar hamda septin chiqib ketgan odamlar degan o'zi ma'nodagi gap. Bu bundaq mazhablar masalan keyingi vaqtda Şia mezhepleri, onundaki şu Mu'tazili mezhepler deyimiz, Eş'ari mezhepler deyimiz, muşların hemmisindeki kip çıkışı aşınğıç bir xil sebepler tüpeyliğine kip çıkan. Misal Şia mezhebi kelsek, Şia mezhebime Abbasiye sulalısını kuruş aldı da bu halkı hukuk davası kirip kaldı. Hukuk davası da bu nimege halifelikke kim haqliq degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam'naki nesliden kelganli haqliq deganni o'ttirib chiqarish uchun Hazreti Ali'niki Peygamber Aleyhisselam'ın nesli Hazreti Ali orqali yani Peygamber Aleyhisselam qizi shu Hazreti Ali to'yqan bo'lg'achqa shuniki neslidan davom qilgan deb nim qildi. Shuning o'zini o'ttirib chiqardi. Shuning bilan o'zi bu Şia mezhebi oturup meydana çıktı. Bu Şia mezhebinin içinde Alevi degan tarmıqımı var. Alevi deydi, yenbesinin özüne Şia dep koydu. O Şia'niki aşı bir tarmık aşında. Şunun okşaş, şu nimenin özüne Ehl-i Sünni vel Cemaat'ı aşının okşaş bir mezheple, aşı bir grubunun özüne nim kılış qo'llash. Hozirgi shu dunyo nemisida partiyalar bor-ku. Masalan, Turkiyani misol olsak, Oq partiya. Tayyip Erdo'g'onni qo'llaydiganlar Oq partiyachilar, misol. Xuddi shunga o'xshash, shu vaqtda elini qo'llaydiganlar Aleviylar degan uqum bilan shu Abbasiya sulolasini qurdigan vaqtda shu Abbas shu Payg'ambar alayhisalom tog'asi o'g'ashqa şu Abbasiye sulalısındaki nemisini öz kurup çıkış için aşındaki Peygamber Aleyhisselam'daki uruk tuqqanlarını desmi selip aşındaki neslindeki kelgan muşunu qo'llasak o'zi to'g'ri bo'lgan bo'ladi degandek o'yinda nim qilgan. Ama bu itiqadi mezhepindeki aslidagi baştaki narsasi, baştaki qurilmasi asosan partiya shakllik qurilgan. Yani bayqi masalan neminiki şu Hazreti Ali'niki Sippin uruşundan keyin ağırlık chiqayotganlarmi bir guruh insonlar bunda urush qatnashmaymiz biz deb chiqayotgan odamlar Ali'ni qo'llamagan bir guruh bular bir ayrim bir jamoat yoki partiyadek shu vaqtda hech qanday e'tiqod jihatda unday bo'lgunchilik yo'q. Hammasi Qur'onga ishitgan insonlar, ammo hammasi qo'llaydigan odamlar unda ayrim bo'lgan. Keyin Murji degan bir o'zi yana 50-yillarda, hijratniki 50-yillarda Murji degan bir nimalar chiqqan, maydonga kelgan. U Murji degani Muaviya xalifalikni qo'lga olgandan keyin, Umayya sulolasini qurgandan keyin Muaviya o'ziga nim bo'lmagan ergashmagan odamlarga besimni qattiq qilgandan keyin bir qism insonlar bo'ldi deb nimadan başa egmeydigan tarafdan başa egadigan tarafga, yani Muaviya tarafga o'tgandan keyin ular qaytib kelguchi. Yani bizning sipimiz qaytib kelgan insonlar degan ma'noda shunday o'zi o ism berilgan. Tungalaganda ketganda. Hammasi shunday. Ham shu asosan shu Xavarij, Murji, undan keyin shu nima Alevi, yani Şia degan şu mezhepler asasen hemmisi
şu siyasi bir hareket üçün ep berilgan näsler. Misal, hazır Türkiye'de bir saylam bolsa, AK Parti'ni kollaydiganlar şu AK Parti'ye avaz verdi. Andaki saylamdan burun o saylamı tuşurgan adamlar nurgulgan o yerdeki başka cemaatning özü tartiş üçün nurgulgan hareketlerini kıldı. Xuddi şunun o'xshash ish endi şu vaqtdagi narsalar. Bu asosan şu mazhablarning hammasi hijriyaniki birinchi asrida. Yana birinchi asr deganimiz Peygamber Aleyhisselam peygamber bulup Mekke'den Medine'ye kelgan vaqti 622-yillarga to'g'ri keldi. Hem 100 yıl desek, şundan keyin 720-yillargacha şu mazhablarga dair şu partiya desek bo'ladi, shunday narsalar şu vaqtida vujudga chiqqan hammasi, kip bo'lgan narsalar. Endi buniki kitoblar qachon yozilgan degan vaqtida, masalan, Ahli Sunna va Jamoaniki kitobining o'zi Imom Abu Mansur Maturidi degan odam, Samarqandlik odam ekan, bu O'zbekistonlik. 853-yili tug'ilib, 944-yili vafot bo'lgan ekan. Men mush orliqda bu Maturidi kitobining o'ziniki şu Maturidi degan şu kitobining o'zini yozdi. Keyin ashunga egashgan insonlar Maturidi mazhabi bo'lib chiqadi. O'tirga. Bu nimeniki Ebu Hasan Ash'ari degan kishi Bag'dodlik odam. Bu adamning o'zi hijratniki 244-yil, ya'ni milodiy 873-yildan 936-yilgacha yashagan kishi ekan. Bu adam Ash'ari mazhabiniki kitobini yozib chiqdi. Mazhab qarta yozmasın, şu kitobni yozgandan keyin aş kitobni, bu kitob to'g'ri ekan deb o'zi qabul qilgan odamlar Ash'ari mazhabiga kirgan bo'ldi endi. Shunday shakllangan narsalar bu. Yana 748-yili atrofida, yana hijriyaniki 131-yillarga to'g'ri keldi ekan, u vaqtning o'zida Mu'tazila aqidasi o'tirg'i chiqdi. Bu Mu'tazila aqidasi boshqa aqidalarga biroz o'xshamaydi. Demak, degan vaqtda yuqorqi aqidalarning hammasi asosan siyosat maqsadlik o'tirg'i chiqqan. Shu Muaviy masal men bu xalifalikni men o'zim tutib turma degan qarta jamoat fikr to'plab, jamoatni atrofiga yig'ish uchun ishlatgan siyosiy bir narsalarni, o'yin deymiz menda. Şununla özü nim qilib qo'yilgan narsalar, ma'u Mu'tazilning o'zi maxsusla shu e'tiqod sohasida yozilgan, undaq jamoatni nazarga olmay yozilgan bir aqida endi bu. Bu biroz boshqaga o'xshamaydi. Yana nimeniki mazhablarning shakllanish jarayoni shunday qiladi. Mazhablar aslida bu oldida kitob yozilib, undan keyin men mush kitob kirgan odamlar faloni mazhabga tava bo'ladi degan shaklda bundaq bir mazhab bo'lmagan. Ya'ni shu jamoat shunday qilqi har xil hozirgi nimaga o'xshash Ak Partiya, Turkiyadagi Ak Partiya deymiz, Millatchi partiyasi deymiz, yangi partiya deymiz-ku. Xo'sh. Shunga o'xshash ismlar, ammo hammasi bir e'tiqodli insonlar ayndaq bo'lgan. Keyin lekin shu bir qism e'tiqod kitoblar yozilish sababidan bu odamlar undan keyin shuni e'tiqodni shakllantirgandan keyin oxirsida bu nimalar kirgan odamlar e'tiqodga tava bo'lib qolib, undan keyin bu islomda ayndaq e'tiqodda har xil bo'ladigan bir e'tiqod nimasi shakllanadi. Bu yerdagi xatolik nima degan vaqtda ularning bo'linishida xatolik yo'q. O har qanday yerda 100% bütün insonlar bir odamni qo'llaydigan bundaq bir davlat aslo mavjud emas. Xo'sh. Bir qism odamni qarshi turdi, bir qism odamni qo'llaydi, bir qism odamni mo'tadil turdi degandek shunday bo'ldi. Ko'p sondagi odamning qo'llashi bilan bir prezident yoki shu vaqtda xalifalik saylansa, shuni bo'ysunib ketaversa bo'ldiganlar gap. Ammo bu yerdagi masala nima degan vaqtda keyin shu narsa kitoblashtirilib, maxsus Qur'ondagi, ya'ni Qur'oni Karimning ichidagi Alloh taolo ko'rsatgan islom e'tiqodining sirtidagi bir e'tiqodning paydo bo'lishi bu xatarning o'zini tug'dirgan narsa ashub qolgan. Uning kelib chiqishi nimaga imomlardimi yoki uning ergashuvchilaridimi? Imomlarda, ya'ni mush yozganlarda xatolik mushlarda bo'lgan. Nima degan vaqtda
Eğer moşunda bir akide kitaplarını yazmay, Kur'an-ı Kerim'deki akidini asas kılımız dese, hemimize Kur'an'daki akideyle Allah Teala aşına kösetken akide boyunca bağımız dese, o gap aşağı tügeydi. Bunun içinde tartışılan oyuncular çok neresi yok. Bazıları özellikle hemen Allah yaratıp verdi o insandaki iş hareketlerini tartıp hemen Allah yaratıp verdi dese bize Allah yaratıp vermedi diye aşınçılık bir farklar aşında az küçük sahadaki farklar boğan. Bunda farklarının özünü bu kitaplar naidel bazağa çıkarıp onu köptürüp nurgu yerde fark payda kılıp onu mezhepleştirip kaldıkken bu keyinki vaxtında bir mezhep yani bir kitapka egeşken mezhep kitaplarının birisiga egeşken insanlar ikinci birisiga çıkıp kafir deydigan yak o mezhepnin yeni vağalını kafir deydigan yak başka mezheplikini kafir deydigan muşundaq işler evcagan. Evcagandaki moşu 944 yıllardan başlap onu dekin asasen bu Müslümanlar arasında muşundaq cengi cedel, muş itiqat sahasındaki cengi cedeller köpüşüge başlagan. Bununki bir şeyde 3 xil oldu dediler. 3 xil olduğun demek asasen 3 qatım bir kişikin qaytib etken olsa ama yezip maqsam mı? Bu muşu hicretniki birinci yüzyılda yani birinci asırsıda birinci mezhep muşu nemede Siffin uruşundan başlangan. Siffin uruşu tügenden keyin Hazret Ali'niki nemizden alqı nemiz deymiz adamlardan yani Siffiden Hazret Ali'niki Siffideki adamlardan bir grup insanlar ağırlık tüketkendikken bunu havaric dep atığançı. 50-ci yıllarda yani hicretin 50-ci yıllarga kelgen vaqtının özde ikinci qatımda bu nemeler şu Şia mezhebi demdikma ona. Şia mezhebi şekillenişke başlagan. Onun o 50-ci yıllar degenin özü Muaviyiniki Yezid'nin devriliği doğru geldi. Yezid şu Hazreti Hüseyin'nin özüne Kerbala'da şehit kılgandan keyin şunun bilen bu Hazreti Ali'ni nim kıldıgan, himoya kıldıgan, Hazreti Hüseyin'i himoya kıldıgan adamlar köpüşke başladı şu vaqtdan başlap. Ama resmi bir grup olup şekillenme çoğun bir hazırkıdak. Mesela hazır Şialar dünya Müslümanlıkı 15'ten 20% aralıkta sanını egelleydi ki misal. O vaqtda onçilik onda çoğun hacimde emas ama 50 ming 100 ming ya 200 ming bütün dünya boyunca degende qanday bolsa lekin şu az sanını egellesimi şu nemisi yıldız aşağıda tutuşu demdi. Hoş. Bunday bolgan. Hem onaki ahırsıda andekin ahırda yani şu yakın ikinci 50-ci yıllarda harici murcila payda olsa ahırsıda Şialarda 100-ci yıllara yakın Şialı payda oldu demdi. Demek bu yerki näse nime degen vaqtda hicretniki 40-cı yılları yani Peygamber Aleyhisselam vefat olup 30 yıldan keyin 30 yıl misal Ebu Bekir 2 yıl, Hazreti Ömer 10 yıl, Hazreti Osman 12 yıl, Hazreti Ali 6 yıl, hemisi 30 yıl oldu bu. 30 yılına o 12 yıl, 10 yıllık koysak, şunun 40 yıl. 40 yıldan keyin Muaviye o devletinin beşiği çıkkandan keyin 100 yıldan aşkan vaqtida bu yerde Abbasiye sulalisi kuruluşu başlaydı. İşitinlikle kuruluşu başlap bir qancha yıl yoki 5-10 yıl etrafida tayyorlik qiladi da onunga odam to'plab. Qavaqda bu Şialar şu vaqtda Şia guruhining o'zini masalan Hazrat Ali'ni qo'llaydigan Peygamber Aleyhisselam cemiyetine Abbas degan Peygamber Aleyhisselam tağısı Abbasning cemiyetini qo'llash orqali yani Abbasiye sulalisini qurish uchun shunday hozirliklar bo'lgan. Shu vaqtda bu Şia mazhabi maydonga keldi. Ama buniki kitabının yazılgan vaqti qanday degan vaqtda mesela muşlar yüzün nime hicretniki birinci yüzyılı degenimizin özde 622'de Peygamber Aleyhisselam hicret qilgan bo'lsa 722 yili ge to'g'ri keldi.
Şu vaqtda bu kitapni yozilgan vaqt jo'risi 850, 950 hatta 1000 yillarga to'g'ri keldi bu kitapni. Demek shu mazhablar paydo bo'lib 300-400 yildan keyin aka mazhab kitoblari borliq keldi. Endi bu yerda hozir Shia deymiz, Murji deymiz, Havarij deymiz, Mu'tazil deymiz. Shu mazhablardan keyin Andakin bu nimada O'zbekistonda Samarqandlik shu İmam Maturidi, Ebu Mansur Maturidi degan kishi Samarqandlik kishi ekan. 853 yil tug'ilib, 944-yili vafot bo'lgan ekan. Bu kishi shu Maturidi yani o'ziga o vaqtda har bir odam kitob yozsa, o'ziniki shu tug'ilgan yurtini shu kitobga ism qo'yib, shunday yozgan bir odat ekan. O İmam Buxoriy kitobni yozib, Buxoriy deb at qo'yib qo'yibdi. Buxoriy deganda shu Buxoriylikman degan gap endi. O'zbekistonning Buxoro shahridan degan gapda. Shunday qilib bu shu nimalar jamoat shakllanib bo'lib, undan yüzlerce yıl keyin bu aqida kitoblari yozildi. Aqida kitoblarini qabul qilganlar asosan shu vaqtda shu aqidaga mansub bo'lib, shu mazhabga mansub bo'lib qoldi. Türkiye millatlar hammasi asosan Maturidi mazhabiga kirdi. Nimishqa degan vaqtda İmam Maturidi Türkiye millatdan bo'lg'ashqa, millatchilik nuqtasidan bo'lsa-ma, shu İmam Maturidinikini nima qildi? Ebu Musa al-Ash'arining o'zi Bag'dodlik kishi ekan, o shu nimalar Arablar ko'pinchisi Ebu Musa al-Ash'ariniki mazhabini jiqaraq qabul qildi. Misol. Bu yerda haq masalasi emas, jutvozlik yoki millatvozlik masalalari ham mavjud ham buning ichida. Asosan hozir dunyoda eng shu ko'p hamda soni ko'p mazhab shu Shia bilan shu Ahli Sunna vel Jamoa mazhabi ham asosan. Hozir shu Maturidi mazhabi bilan shu nima Ebu Musa nimaniki Ash'ari mazhabini birlashtirib, hozirgi vaqtda Ahli Sunna vel Jamoa mazhabi deb ataqliq. Hozir men bu kitobning o'zi Ahli Sunna vel Jamoaning eng o'z hozirgi vaqtdagi mashhur kitobi bu. Tahaviy deydi, Aqidat Tahaviy deymiz. Bu eng mashhur kitobning birisi, shu Uyg'urlarimiz jiq qilib dars qilib o'tadi. Shunday kitoblar masalan shu 1000 yillari 850-950 yillar atrofida yozilgan. Yozilgandan keyin keyingi vaqtda ashunga kirib, shu mazhabni ashunga bog'lab olgan. Endi u mazhabniki hozir mazhab kitoblari Ash'ariylar bilan Maturidilar birlashib, Ahli Sunna vel Jamoa mazhabini tashkil qiladi hozirgi vaqtda. Shia'lar ayrim. Chunki o Shia asosan burun tortib shunday siyosiy maqsadda qurilgan bir tashkilot. Bu faqat e'tiqodiy jihatda unchalar nemasi yo'q, ammo siyosiy bir shu vaqtda nimaniki Umayya sulolasini og'dirib tashlab, Abbosiya sulolasini qurish jarayonida shunday nima qilgan ishlatgan bir siyosat endi. Shuning uchun bu asosan bu nimaniki e'tiqodiy mazhabniki asosi tegi-takti siyosatga berib taqildi. Hammasi o'ziniki hokimiyatini puxtalash uchun, hokimiyatni qurish uchun shu ishlatgan hiylalar keyingi vaqtda buni mazhabga aylantirib, insonlarning o'zini bunda o'z paramparcha qilayotgan bir narsa o'tirib chiqadi. Bu mazhablarniki birinchi qilgan ishi siyosat bo'ldi. Shu siyosat uchun u jamoatni uyushtirdi. Ikkinchi qadamda u kitobni yozish orqali e'tiqodga aylantirdi o siyosatning o'zini. Uchinchi qadamda u e'tiqodga aylantirib bo'lgan narsani dinga aylantirib, undan keyin o'zi Qur'on bilan parallel, ya'ni Qur'on bilan parallel emas, Qur'ondan yuqori hatto vaqt kelsa, shunday bir dinga aylantirdi. Misol hozirgi vaqtda hammasi biz Ahli Sunna vel Jamoadan yoki biz o'zi Shia, biz andaq mandaq deydi.
hiçbir insan ehli sünnet vel cemaat itiqadi deganning o'zidan ko'ra men musulmon demaydi. Musulmon bo'lganda ehli sünnet vel cemaatdan bo'lish lozim o odam. Agar undaq bo'lmasa, u musulmon hisoblanmaydi odatda. Endi bu nimaniki mushu itiqad kitoblariniki asosiy qismi hozir için ochilgan bo'lsak, %10% yoki o'tib ketsa 15% atrofida Qur'onning oyatlarini ekegan. Qolgan 85-90% yerleri rivayetler bilan to'shqan. Bu nimani bildirdi desa, Umayya sulolasi qurilgandan boshlab butunlay o'zi rivoyatlarni o'zi, masalan, Kabul ahbarga o'xshash, o'z vaqtida rohib bo'lgan bir odam, masalan, Muaviyniki maxsus maosh bilan ishlaydigan bir odami bo'ladi. Shu odam shu rivoyatning o'zini to'qiydi, undan boshqa nurg'ulgan odamlar rivoyat paydo qiladi. Shu rivoyatlarning o'zini shu rivoyatga asosan bir ancha-muncha mazhab shakllangandek bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda degan vaqtida, keyingi vaqtda u maxsus shu rivoyatni kitobga yozish orqali, andikin maxsus kitob oldiga kelib, e'tiqodiy bir kitob oldida insonlarni mushunga kirsa musulmon bo'ladi degan o'zi nimada shu kitoblarni shu rivoyatlar tuzuydi. O kitabın asas kısmı zaten Ma'nın başlaki ben hemen gördüm. Asasen şu nime? Şu rivayetle urnagan 80-85% hatta 90% yeri şu rivayet urnagan. Demek ki bu nime diye vaxtıda Kur'an-ı Kerim'ni qarib qo'yib turib, yeniden yani paydo qilgan bir din, yani itiqad şekillendirgen yeni itiqadki bir din paydo qilgan shu vaqtning o'zida. Hem de ikkinchisi, burada ziyoliq tarafini keyin bir nima so'zlaymiz uni. Ikkinchisi tariqat degan bir narsa bor. Tariqatchilik deydi. Bizniki ben biraz şekillep kirib. Çünkü meşhur mezheplerden bizlerdeki Sünni Şia'dan başka 4 mezhep var ya meşhur. Hanbeli'nin, İmam Azam'ın dediğin. O kaçan, o kim ha? O mezhep 3 türlü bölündü dedim ko ben. O İmam Azam diyenlerimiz ehkam sahasındaki mezhepli olar. Meşhuşum kallak kavuşluk tutar. Namazını kandak okuyumuz, rozunu kandak tutumuz diyen kartaçı. Bu Allah Allah. Ma itiqat sahasındakini devatmende hazır. Ma itiqat sahasındaki mezhep işgal. Aslında mezhep özücü. Ya hazır çok mezhepini devatım. Bu mezhep yamancı kaldır halkı. Minimum bişim kaydı hazır. O hazır aşı Müslümanlar yaşadığın yer verip ayında sürüştü kılgan bolsak belki 70-80 xildir ya 100 xilgim yetişi mümkün bu mezhepçi. Hazır şu dünyada en meşhur özü hem adam bildiğin mezhepler şu hazır Ehl-i Sünnet vel Cemaat ve Şia. Asasen şu çoğun mezhepler bulmasa Alevili var mesela Türkiye'de, Yazidili var mesela. Mu'tezili var hazır asasen yo'qolib ketaylik qolgan bir mezhepniki yo'q desak bo'ldi. Ashunga o'xshash Murji degan ashundaq o'zi Xavarij degan aydaq nurg'un mezhepler var. Lekin hozir shu mezheplarimiz yuqorilib, oxirisiga kelib, cho'ng ikki mezhepga arilib qolgan, ya'ni Ahl-i Sünnet vel Cemaat va Shia mezhebi. Qolganlari bor, lekin ularniki soni fevqulodda aniq jiq emas. Ya'ni uningma anda ba'zilarining millionga yetsimi, anda Ehl-i Sünnet vel Cemaatniki mesela jiq uniki en az olsa 7-800 milyon hazır bir 20 milyar insanın içinde. Bu unutma eşi mümkün. Hoş undaq itiqad sahasındaki mezhepning türü 3 xil oldu. Üçününki birincisi Xavarijlar oldu, ikincisi Murjilar, anadaki Şialar. Ya uniki
mazhabniki shakllanish jarayoni ashtaq bo'lgan. Lekin keyingi vaqtda shakllanib kelib, oxirida keyingi vaqtda bu Ash'ari yo'lda, Ash'ariylikni asos qildi. Ash'ari bilan Maturidi e'tiqodi ahli sunna val jamoa mazhabining o'zini shakllantirgan. Hozir butun shu nimalda asosan ikkisini birlashtirib, shundaq o'zi ahli sunna val jamoa deydi. Ba'zi ayrimmi bor bu. Ko'pincha yerda shu ikkisiniki birlashtirgan nimiz nusxalarga qarab. Okey. Bana tushunish bo'ldi. Bu da nima götümüz emel saatinde var. Kaysılar. Onu da baş mesela Cehmi deydigan, Alevi deydigan, Selefi deydigan aşındaq öz nurgun mezhepler var. Selefi mutlaka benim şu kitabının özü şu Selefi'ninki kitabı mı o? El iman. Onu da ki o nemin var mı İmam Gazali'ninki El-İqtisadu fil itiqad degan moşunda hamma o'zi mazhabini bir aqır so'zlaydi. Moşunda hammasini o'qigan vaqtning o'zida bu mazhabning shakllanish jarayoni aslida o'z vaqtida bir partiya, bir jamoat shakllaniga o'xshash, ular hech qanday e'tiqodiy bo'lgunchilik bo'lmagan, ayndaq bir qo'llash tarafi ayrim bo'lgan. Masalan, birisi Muaviyni qo'llasa, yana biz Elini qo'llaydigan. Biz Hüseyinni qo'llasa, birisi Yezidni qo'llagan zamonasicha. Aşındaq işler bo'lgan. Onun üstüne Talha, Zubayr degan ikki sahabim bo'lgan. O malqi xalifa bo'lish nemisida жүрген odamlar uni qo'llaydiganlar bo'lgan. Aşındaq qilib malqi hozirgi zamondagi nima deymiz uni jamoat desak bo'ladi. Falan jamoati, pustan jamoati degan ayndaq bir shakllangan narsalar. Ammo keyingi vaqtda aşındaq ba'zi bir e'tiqod jihatga o'xshamaslikni o'tirg'i chiqarish orqali buni texnik ko'pirib, undan mazhablarni paydo qilgan, mazhablarni paydo qilgan vaqtda birisi bilan hech bir zaman kelisholmaydigan holatga kelayotgan musulmonlarcha. Bu mazhablarniki birinchi bosqichi siyosat bo'lgan. Shu Oxunu 5-ci adam siyaset oynaş sebebinden o halkı mezheplerine bölüngen adamlar şu sebepten bölünüp andaq gruplaşkan. Keyin o halkı kitap yazılgandan itiqad qaylangan o siyaset keyingi vaqtda andakin o hazırgıçılık mene şu dinni ögünümüzde dinin itiqadı kısmı mene şundaq şu hazırgı vaqtdaki itiqadi kitabını okumuz bolmaydı o. Kur'an'ı okumaydı hazır Kur'an'ın itiqad öğrenmeydi. Şu Ahl sunna vel jamoani kitobi va masalan tahoviga o'xshashchu, aqida tahoviga o'xshash ashunday kitobni o'qish orqali musulmon bo'lgan gap. Musulmon bo'ldik deydi o'zlamdi. Undaq. Şu bu meselenin en içine çıkıyor. Bunu avam bilmeydi ekan da, avam bilme kim tatlı söz dese yoki sellisi yuqoriroq olsa, yoki zellisi yuqoriroq yoki foydasi cho'ngroq ulab qolib qolsa, shuning peshig'isilar aşının kendim bana diken onun qaysi firqalarning içinde qandaq fiqravatqanligini biz bilmaydiganmiz da buni. Şu. Bu Qur'ondagi maqsadni tushunmakchi insonlar. Masalan, Payg'ambar alayhisalom zamonida sahobalarning ichida nurg'un sahobalar shu maqsadni tushunganligi uchun 30 yil shunday yaxshi o'tgan. Lekin jiq odamlar tushunmagan bo'lg'achqa, qonun bilan davlat boshqarish degan bir narsani tushunmay yani kanunun aldı beraberlik, kanun arqılı özünü qoğdaş, mandaq bir nərsini düşenmey, o alqı insanga etiqad qilish arqılı, insanga bağlanış arqılı. Yuqurda bir insan var, aşnağa bağlanış arqılı özüne ne qilish. Alqı insan çoxunuş bu kelgan emas, burun tartib Lat Uzza degan insandek nemiz emasmi o? Aşnaq bo'lgandan yani qaytib yani şu Budda dini qaytib ketgancha musulmonlar. İçini çıkıyor, moşu siyasi cihatımı bir padişahın, bir liderinin, bir kahramanın kuyruğu istiklal, şunun padişahlığı yaşaydı kendimiz. Aşının kaldısı pop gelinirse, tozup gidiyorken de. Şu neme özünün hayatını, yaşaş, dünyada yaşaş nemelerini hemesini padişahı bağlap koydu. Padişah yaşatsa yaşayalaydı, yaşatmayman dese yaşayamaydı.
Ama Garip devletleri çöz, Garip devletlerin buru açtak olgan. Mesela 1500-1600 yıldan, asasen 1500 yılındaki aldıda, bularga islahat yapamığa vaqtida bütünlay buluma şu butqu çoqundigan, but degan faqatla tiklab qo'ygan but emas, odamga cho'qindigan ashda holat bordi. Keyingi vaqtda bu qonun bilan idora qilishga ko'chgandan keyin insonlar hammasi qonun oldi barobar. Hozir masalan Angliyada baş ministerning o'zi bir jinoyat o'tkazib qo'ysa, o hech qanday problemi yo'q. Ashning o'zini olib lekin sotlaverdi. Chunki qonun hamma odamga o'xshash ishlaydi. Allah Teala qonun oldida hamma odam barobar yashash uchun Qur'ondan iborat bu qonun tushirgan. İnsanlar keyin qonunni tashlab qo'yib, insonga qonunni ijro qilgan insonga eslab olgan. Masalan, biz birinchi, ikkinchi suhbatda dedik-ku. Allah Teala Qur'onga ergishishni, Qur'on bilan o'zimizni idora qilishni, Qur'on bilan yo'limizni tepmangishni, Qur'on bilan o'zimizni qo'g'dashni bizga tushirgan bo'lsa, keyingi vaqt Qur'onni tashlab qo'yib, Qur'on tushgan kishiga, Payg'ambar alayhisolamga, undan keyin Payg'ambar alayhisolam sahobalarga, undan keyin o'zi o'lim oldi deb uningga mazhablarga eslab olish orqali mana mush kun keldik biz. Bu yerlik en çok hatalık aşı. Hem adam Peygamber Aleyhisselam dünyanın şu cemiyetinin özünü Kur'an arkalık ne kıldı? Başka oldu, idare kıldı. Onun da kim? Ebu Bekir mi Kur'an arkalık idare kıldı? Ömer mi Kur'an arkalık? Osman, Eylül hemiz Kur'an arkalık idare kıldı. Kim Muaviye'nin zamanı ötken vaxtıda Muaviye asta rivayetini to'qib kelib Peygamber Aleyhisselam an degen, Peygamber Aleyhisselam man degen, sahaba an degen ki asta köndürüş arkalık insanlarını Kur'an'dan çıkarıp insana çoğunduğun haletke geldi. Hazır mesela biz Peygamber Aleyhisselam'a emas, Peygamber Aleyhisselam'a kelgen kanunga esliş arkalık özümüzni qo'g'daymiz. Kanun aldıda hamma adam beraber mesela Peygamber bir rivayet var. Kun perde minen nasmı şundak bir ibare var. Sen insanların içindeki bir insan bol degan gap o. Bazı bir rivoyatlarda misal Medine'ge bir sırtın bir adamni kelib qolsa, bir tijoratchi kelib qolsa, bunda qarab, Muhammed degan kimkina deb, bunda qarasa, sal bazı vaqtda Peygamber Aleyhisselamni tanıyamay, başqa adamni sanma, Muhammed degan yerlarini mushaq deganligi to'g'riliq aytaq rivoyatlar bor. Nima qarasa, Peygamber Aleyhisselam başka insanlardan hiç kadar farklandıgan bo'lmagan. Yani farklanmagan. Farklanmagan. Çünkü Allah Teala'nın yol koymagan. Sen bir adam aşı ummi diyen bir ibare var Kur'an'da. Ummi bir peygamber diyen bir ibare var. Bu ummi diyenin özüne anıdın tuğma hiç nesine okuşunu bilmeydiğin bir adam deb tercüm kılıpçı. Bu bundaq emas bu. Ummi deganni aş ummatning bir mansubi degan gap bu. Okay. Sizlar mesela aşağıdaki cemaat arasına kirsa kim bo'lishi vaqtida alayid bir odam ya cemaatning birisi mi? Alayid adam bo'lmaydi. Cemaatning bir tanesi bo'ladi shu. He, cemaatning birisi bo'lasizlar. Alayid ayrım bir adam bo'lmaydi-da. Xuddi shunga o'xshash Peygamber Aleyhisselam şu cemaatniki birisi. Ama faqat Allah Teala'nın vahiy kelgan bir insan. Kur'an'daki neyim boyunca misal. Biz bunda desek nurg'un adamni Peygamber Aleyhisselam'ni bunda töven isalıvattı, onu hakaret kıldı degan bunda ahmak adamni var. Hakaret emas, Peygamberni Kur'an tunuşturgan halet tunsa aşınaq tunuydu. Mesela. Adette şu Umayye sulalısından başlap onundayken meşhur namaz okuyduğun işlik gelgen vaqtda imam Arapning ko'nal burunqi padşahlik kiydigan qo'shash ashunda alayidalik milliy kiyimlarini kiyib, sallini yo'g'a o'rab turib, alayidalik boshqa odamdan farq qilibchi. Xo'sh. Unda xalqqa imom bo'lgan odatlar shu vaqtdan paydo bo'lgan narsa. Bu Payg'ambar alayhisalom imom bo'lish uchun sallisini yo'g'a o'rgan yoki bo'lmaydi. Yoki boshqacha bir chaponni kiyib turib namoz o'qigan degan to'g'rida hech qanday gap yo'q. Bu şu
sakalını yoğan koyup, sellini yoğan orap, çapanın yoğunluğunu kiyip başkalarını heyvetlik görünüp başkalarına Hoş. Anda kılışın hemisi nemedisi yüzüge bir başka insanların çokunduruş məqsədində kılınğan nəsələr bu öz vaxtıda. O gapqa vaxtı mı ertesi qoşaytaz avazını başqaça çıqırıb durub taza. Anda özü nipqad eken, o andakən insanlar bunun öz alamətkəndə anda özünün onunki heyvetiga hörmət qilib, heyvetiga iman keltirdigan gap. O vaxtda andaki o adamniki nima desizlar gipras oldigan gap, o manda qarab öhö qilib qo'ysizlar, voy bu meni qag'vatgan o'xshaydi deb qo'rqib, uni bir nima xato gapni qilib qo'ysin, ma gapni xato deyamaydigan gap. Shuning uchun hozirlangan narsalar bu. Bo'lmasa odatda payg'ambar alayhisalom zamonasida payg'ambar alayhisalomning mehroblari, masjidda namoz o'qigan vaqtda mehrobga mandaq yasalgan. O nemining o'zi imam chiqib xutba o'qigan yerni deymiz ha? Munbar. Munbarning o'zi mandaq yasalgan degan to'g'ri hech qanday bir narsa yo'q. Bir tal yog'ochni qo'yib qo'ygan. Endi oxirgi odamlarga mandaq qarab turib so'zlash kerak-da, shuning uchun kichkina, yerni kichkina egiz holatda bir tal yog'ochni qo'yib qo'ygan, yog'ochni tepsiga chiqib so'zlagan payg'ambar alayhisalom. Hozir endi o mehrobning o'zini alayda yasab, u yerga mandaq chiqsa, hayvatli ko'rinadigan gap. Bu butunlay insonlarga hayvatli ko'rinish uchun yasalgan narsalar keyingi vaqtda. Bu chirkovlarda bekerak gavdilindi ekan. Bular bizdan burun buzilgan emasmi? Chirkovning oldida o'ssa o surilikkanda alaqa. Unda degansak boshqa aytgetmisin, men qarindoshlarimiz. Men alaqa shu atrofdagi qurilishlar seyishtirgan chog'da bir mahalning eng ko'ziga, eng do'qmushiga yani o'zining hokim mutlaqligini namoyon qila oladigan bir do'qmushlarni topadi ekan ular. Hem etraftaki qurilishlar ishlashtirgan chog'da osmondan payqatadigan darajada bir hayvat bilan yasaydi ekan. Surlik, qo'rqinchliq, berillik emas. İnsanlarni ruhiy jihatni qul qilish uchun qilingan narsalar. Asli Qur'oni Karim insonlarni butunlay azob qilish uchun kelgan kitob. İlahiy kitoblar hammasi açtaq. Şoňa bütün peygamberler bir Allah'a itaat kılanlar dep açtaq dedi. Allah'tan başka şuna ilah yok. Siz aşnağa itaat kılanlar dedi diyen Kur'an'da aşnağa ayeti var bu. Bunun hemmesi nima dese, hemmimiz bir Allah'ın aldı okşaş. Biz insan fakat Allah'ın aldı hemmimiz okşaş. O birsimiz alamet özü kaltısı bir insan, yani birimiz ayak vaziyeti qilib qolgan bir insan emas. Hemmimiz okşaşlı bir insan diyen gap endi. İkinchisi, mana o e'tiqod sohasidagi mazhablar mushundaq shakllanish jarayonlari, o aqida kitoblarining yozilish jarayonlari, o aqida kitoblarga kishilar kirgandan keyin qandaq aqidadagi insonlar bo'lib chiqadiganligi sohasidagi masalalar ashtaq bu ayndaq vujud chiqqan narsalar. Hamda ikkinchisi tariqat deb atildi. Tariqatchilik ham vatanimizda asosan cho'ng ikki mazhab bor. Hem sırtta cıkken hem de o sırttakisini sanap tüketkili olmaydı hem de. Bizde birincisi Nakşibendi degan bir tariqatniki bir türü var. Bu Bahauddin Muhammed Nakşibendi degan odamniki mazhabi nima tuzib chiqqan narsa ekan. Bu odam 1318-yil tug'ilib 1389-yil o'lib ketgan ekan. Buniki juti Nakşibendi degan yer. Bu İran'da o'xshaydi bu odamcha. Şu ikkinchisi Qadiriye mi deydi? Qadiriye mazhabi Abdülkadir Ceylani degan odam, Bag'dod tug'ilgan odam ekan. Şu mazhabga asosan şu ikki mazhab bizniki vatanda ko'p tarqalgan ekan. Bularni bizda tasavvuf deb ataydi aslida. Tasavvuf deb ataydilar ya. Qadiriylar. Ya mush ikki mazhabning o'zini mush sufizm tasavvuflar. Sufizm deb aytadigan qilamiz. Tasavvuf degan sufizmchilik degan bo'ladi. Bular asosan Allah'ni zikr qilish orqali Allohga yaqinlashganligini
Allah'a özünü yakınlaşkanlığını his qilishni maqsad qiladi. Bu orqali insonlarni nimaga tashabbus qildi desa, ruhoniylik tashabbus qildi. Ruhoniy deganning o'zi ham bular shu har kunisi misol bir odam shu tariqatchilikka shogirdlikka kirgan bo'lsa, bu odamga birinchi kunisi manchilik zikr tasbih etsa, mana subhanallohni manchi deysa, alhamdulillahni manchi deysa, oyatul kursini manchi o'qiysa deb ashunda qilqi uniki berilgan vazifalar bor. İkinci kunisi manchi o'qiysa, uchinchi kun ashunda darsni berdi. Ondan keyin uniki bir qancha kun ichida uniki martabasi ham ashunda degandagi martabasini yuksaltiring deydi odamning tasavvufniki şeyh deydi, ama o tasavvufniki çoğunun özünü şeyh deydi. O şeyh onunla yükselgenliğinden qandakin onun başka bir dersler aynı qilib o'zi o en ahırda yükselip şu bazıları şeyhqa yarab qalganlari balkim şeyhlik nemisiga martabasiga yetadi ya ko'nmaydi. Onun töven aşıda her xil oniki nurg'unlar martabalar bo'ladi uniki. Bular Moşundaq qilish orqali ruhoniylikni tashabbus qilish orqali tarki dunyolikning o'zini qilib buni undaydi. Dunyo bizga asqatmaydi. Ko'k o'zi bizga dunyoni keragi yo'q. Biz oxiratda andaq deb oxiratni nim qilib, shu tarki dunyolikqa tashabbus qildi bular. Sen tashlavatman deb bo'lay deganlar muhim nimasi bor. Shunga o yerdagi uniki muxlislari davomli o'z naskeraklarini ashunga adam onu yisima yamancık bereket payda oldu degenden mandaq bir düşünce doğan degen aşağı ekip durdu. O adam terk dünya emas ama şeyhning o'zi. Egeşke adamning o'zi terk dunyolik tashabbus qiladi. Üçüncüsü ahkam sohasidagi mazhablar. Ahkam sohasidagi mazhablarda birinchi Hanefi mazhabi deymiz. Hanefi mazhabi Nu'man ibn Sabit degan bir kishiga asoslanadi. Bu kishi 699-yili tug'ilib, 767-yili vafot bo'lgan ekan. İkincisi Şafii mazhabi. O Şafii mazhabining o'zi buniki bu mazhabniki sahibi Abu Abdullah Muhammed ibn İdris ibn Abbas Şafii deb atıldı ekan bu kishi. Abbasqa taqildi ekan bu nemisi. Bu kishi 767-yili tug'ilib, 820-yili vafot bo'lgan. Üçüncüsü Hanbali mazhabi bo'lib, o kishi Ahmad ibn Hanbal deb atıldı ekan. Bu 780-yil tug'ilib, 850-yili vafot bo'lgan ekan. Dördüncüsü Maliki mazhabi bo'lib, Malik ibn Anas deb atıldı bu kishini. Bu 712-yil tug'ilib, 795-yili vafot bo'lgan. Endi bu to'rt mazhabniki, endi nemisi ahkam sohasida bu to'rt mazhabni oldiga chiqarib qo'ygan. Lekin mazhabni kitobi, fiqh kitobi qachon yozilgan endi degan vaqtda Huduri deganning o'zi shu Hidoyiniki matnisi. Hidoyning matnisi bu o'zi qachon yozilgan degan vaqtida bunu yazgan adam Abu Abdullah Muhammed ibn Hasan ibn Firqat Shaybani degan bu adam yazdı. Hicriye 984-yil tug'ilib, 1050-yili vafot bo'lgan. Mush orliqda yazgan bu adam bu kitobning o'zini. Ya'ni 1050-yili vafot bo'lgan bo'lsa, demak 1000-yilning to'pistoroq, 84-yili tug'ilgan bo'lsa 40 yoshida yozdi desakmi? Shu 1010, 1015-yillar ya 20-yillar atrofida yozgan degan gap endi. Eng baldir yozsa. Huduri'ninki şerisi Hidaye'nin özü Hidaye 1197-yili yozilgan ki. Bunu
Burhaniddin neme Marg'ilani degan odam yozibdi buni o'zini. O'sha Marg'ilon degani Irondami bu? İsmi nimdiler? Marg'ilon. Esleyemedim ben. Marg'ilon shu Ironda bo'lsa kerak yoki nima, o'sha nimada O'zbekistondami? Men yana bilmay qoldim. O'sha vaqtda yozilibdi endi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Ebu Hanife yani Numan ibn Sabit degan bu kishining o'zi vafot bo'lgan vaqti 767-yili vafot bo'lgan. Hammasi eng oxirgi vafot bo'lganning o'zi qachon degan vaqtda 850-yili vafot bo'lgan. Bu kitobcha degan vaqtda bu kitoblar shu mazhabni nisbat berilgan shu kishilar o'lib ketib 200 yil nerbiri 150 dan 200 yil keyin yozilgan kitoblar. Aş kişilerin namıda. Demek ki bu kitabın içindeki ahkamının hemmesi o adamdaki çıkağa ahkamları emas degan gap. Ha, bu mümkün ha. He. O keyingi vaqtida aş adamның namıda Peygamber Aleyhisselam ölüp ketgenden keyin onunğa nurgun rivayetini sözültüp ölüp ketken adamgacha Peygamber Aleyhisselam an degan, man degan davas bo'lavergan gap ko. Aşındaq o'zi işler bo'lgan. Şununğa o'xshash bu kitaplar Peygamber nemidan shu mazhabniki egillardan hali Telefon kelib qoldi, o'zlik ketdi. Özlük tuttu. Hoş. Yani şu kişi vefat olup qisqasi 150lik bo'lmasa uzunroq bo'lganda 200 yil keyin shu fiqh kitobda yozilgan endi. Bizda asosan shu Sharqoy bilan hidoya bizning vatanda nihoyatda ko'p tarqalgan. Bizning xalqimiz asosan ahkam sohasida biz Imom Azamning mazhabi deb qaraydi. Aqid sohasida Ahli Sunni vel Jamoa deydi, asosan Imom Maturidining mazhabi deb qaraydi. Ammo shu nimaning o'zida tasavvufchilarmi bizda shu nimalarning o'zini Qadiriya, Naqshbandi degan shu ikki mazhabni asos qildigan, asosan Naqshbandini men jiq anglagan. Bizniki bir ustozimiz vardı, u shu Naqshbandi chitdichu, Abdullah Damollam degan. Hamda bu kitoblarniki, bu mazhablarniki bizga keltirgan foydasini men asosan bilmayman. Men o'zim mazada mazhabga anchalik qiziqmagandan keyin uniki foydasini bilmadim. Ammo bizga sog'an ziyni mazhablarniki nihoyat ko'p bo'lgan. Misol, shu bo'libmi tasavvuf mazhablarniki Appa Hojining zamonasida Aqtaqliq, Qartaqliq deb onundaki shu Seydiye xonliqidagi hokimiyatiga arilishi orqali bizniki davlatni tamoman vayron qilib o'tgan va undan boshqa Uyg'ur xalqini bilimdan yiroqlashtirib o'tgan. Dunyo qiziqmaydigan, dunyodagi hozirgi bo'layotgan ishlarga, dunyo vaziyatlari qiziqmaydigan holatga akilib, dunyoni o'zi beg'am qilib, uningdagi shunday o'zi qulluq ko'ndirib o'tgan bir narsa bo'lgan. Endi bu e'tiqod, aqid nima, ahkam, shu tasavvuf, yana tariqatchilik shu mazhabniki eng yomon bir tarafi birinchisi Qur'oni Karimda bo'lmagan shu Umayya sulolasi zamonida to'qilgan rivoyatlarning hammasini din qatorida xalqqa e'tirof qildirib o'tgan, shuning o'z e'tiqodiga singdirib o'tgan. Uning uchun hozirgi vaqtda nurg'un odamlarga bu rivoyatlar din emas. Bu din faqat Qur'oni Karimda desak, u bizning o'zini kofir, murji, murtad deb tillashining sababi shu. Xuddi Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalom Allohning dini mandaq desa, sen bizning dinimizning o'zini parchilayotding deb Payg'ambar alayhisalomga haqorat qilgan bilan o'xshash hozirgi vaqtdagi insonlar.
ikkinchi tarafi xalqimizni nodonlikqa, qashshoqlikqa, xurofiylikqa cho'mdirib o'tgan bu e'tiqodiy mazhablar. Buning ichida shu qadriya deganning o'zi taqdirchilik bilan munosabatlik. Taqdirchilik bizni nihoyat o'jab ketgan. Beşimizga nima kelsa, uni Alloh shunday yezib o'tgan degan shunday o'zi bir uqumga kelib qolgan. Uning uchun bu yerdagi taqdirchilik bizniki millatimizda nihoyat salbiy ta'siri eg'ir bo'lib ketgan. Bu aqid sohasidagi. Ammo u ahkam sohasida degan vaqtda ahkam sohasidagi sog'an ziyonlarmi nihoyat eg'ir bizda. Bu qanday degan vaqtda ahkam sohasida zinaxon chalma kesak qilish, murtadni o'ldirish misolda, murtadning meli halol, xotin bolalari halol deganga o'xshash. Ayndaq o'zi hükümlerini bergandan keyin bu yerda bizniki birinchi qatim şu nemini Uyg'ur xalqi islomni qabul qilgan vaqtidami islomga kirmagan odamlar, begunoh insonlardanmi nojiq insonlar o'ldirilib ketgan shu vaqtda Uyg'urlarniki soni shu vaqtning o'zida azayib ketgan. Undan keyin davomli shunday mazhab urushiga o'xshash endi qalaymaqan urushlar mavjud bo'lib turgan, ki xalqimizniki ilim ma'rifatga taraqqiy qilmasligi, ilim ma'rifatga o'zi intilmaydigan bo'lib qolishniki butun sabablari shu e'tiqodiy mazhablar bilan munosabatlik bizda. Bu butunlay Qur'oni Karimning ziddi misol. Mana shu vaqtda Qur'oni Karimda bizga nurg'u yerida o'qing deydi, tafakkur qiling deydi. Bu mazhablarda hattoki ba'zan mazhablarda tafakkur qilish, fikr qilish xato, fikr qilishga bo'lmaydi degan bunday bir ko'z qarashim bor. Endi Qur'oni Karim nima deydi shu vaqtda? Qur'oni Karim bunday mazhablarga nima deb javob berdi degan vaqtda birinchi Qur'oni Karimning sirtida mazhab paydo qilgan insonlarga qarata Alloh taolo bayonot e'lon qilib sura An'amniki 159-oyatida innallazina farraqu dinahum va kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ilallohi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun degan mush oyatida bayon qilindi. Peygamber Aleyhisselam deyatdi, dinlerini paramparça qilib, ulardan o'zi guruh uyushtirib, o'ziga nima deymiz uni murid demdikmi? Murid to'plab, yana guruh to'plab mazhab bugungi kunda abun to'plab desakmi bo'ladi. Hamda shunday guruh to'plab mazhab paydo qilgan odamlar bo'lsa, lasta minhum fi shay'in dedi Alloh taolo. Sen ularning hech birisi emas deydi. Bu nima degan gap desa, Alloh taolo bizni nima dedi shu vaqtda? Qur'oni Karimda mana bir oyat bor. Sura Hajniki 78-oyatida vajahidu fillahi haqqi jihadihi va ijtabakum va ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj millati abikum Ibrohim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna rasul shahidan alaykum va takunu shuhada alan nasi faqimus. Mush oyatning o'zi nima deydi degan vaqtida sizni Alloh taolo burun tortilib musulmon deb atadi. Burun kitoblarda misol İbrahim Aleyhisselam tushgan, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam tushgan kitobning hammasida shu til bo'yicha musulmon degan nom bilan atab keldi deydi Alloh taolo. Qur'onda bizga shunday xabar beradi. Demakki Alloh taoloning diniga ishongan odamlarniki ismi nima bo'ldi desa, musulmon bo'ldi ki. Yani sen Qas mezhep demez, Ehl-i vel Cemaat veya ki Şia ve keza demez. Allah'ın dini işlenen adam, ben Müslüman. Bu yetedi diyen gel. Yani ben Müslüman, Ehl-i vel Cemaat'daki Müslüman. Ya Şia itikadındaki Müslüman diye vaktinizde o adam İslam dinindeki Müslüman bulamaydı diyen gel. Estağfurullah. Bu ötkende mesela vatandaki vaktlerimizde mi şu
mezhep olmaydı degan bir qarashni ig'ir ko'p ketdik dastlab. Chunki shu chog'da savollarimizda biz Payg'ambar alayhisalom qaysi mazhabda ekan bo'lsa degan savollarni qo'ydikda, bo'lgandan keyin mezhep olmasa degan mezhep bo'lmaydi jannat kirolmaydi deganni anlagandan keyin Payg'ambar alayhisalom qaysi mazhabda degan savollar o'tirib chiqdi-da. Ondan keyin u gap yo'qolib ketdi. Bo'lmaydi degan gap. Ondan keyin faqat bir mazhab tursa dedi-da. Masalan, iqtisodiy sohada ma'nonga, siyosiy sohada anonga, ijtimoiy sohada ma'noga ergishmayman deyolmaysa deydigan chegaralarni belgilab chiqdi. Ayda gaplar o'tirib chiqdi. Ham uni anaqa tegini tafsili bilmabdi o zamonlarda. Dedim yana nurun avam bilmeski mümkün. Maxsus o'qigan tadqiqotlardan boshqalar. Endi bu hozir bu yerdan sizlarning tushuntirishlarning hammasidan qarasak, shu taki Ali roziyallohu anhudan keyingi davrlarda o'tirib chiqqan siyosiy ehtiyoj tufaylidan bilinishlarning ismlari keyin mazhab deb atilib, e'tiqod sohasi ko'tarilib chiqib ketganligini biz qilyapmiz hozir hamda. Hamda o'tganda yana bir shayxdan so'radim, o'zim shu sohalarda mutaxassis degan shayxdan bir so'rab, sizlar o'zlariningki hozirgi e'tiqod qilayotgan aqidalarini Payg'ambar alayhisalom ulab baqsizlar. Qaysi yaqin mazhab, ulamo, olim deydigan ishlar ko'rik yoki silsila degandek narsalardan o'tib, anaki Payg'ambar alayhisalom yoki Alloh bordi. Şunu bir yizbesler desem, şu yazamadım. Yazamay, bu manda bunu da böyle ma'na şekilde izahat düşündürüp. Ya izahat lazım emas bana. Qanday keldim işege, Hristiyan sizlar dedik, şunun cevabı çıkmadı. Hem de hozir bu yerda o'tirib chiqayotgan narsalarni qarasak, buni Qur'onga qaytirish uchun xuddi oldingi qitimliq darsda biz dedik, qiblaga o'xshash. Namazda qibla qarab o'qinglar degan bir so'z bilan butun musulmonlarning qibla bijlik kelganligiga ko'rdik ham. Ba'zir yozga qadar yashayapmiz. Agar shu gap bo'lolmagan bo'lsa, mana o'z vaqtida eng cho'ng masjid buni pistanchi mashhurli sog'am shu qibla qaytib sog'anda biz shu masjid qarab o'qsak qibla qaragan bo'lamiz degan fatvolarni o'tirib chiqqanidek. Hozir ma o'tirib chiqayotgan shu turli ismlar Payg'ambar alayhisalomga yoki o'sha sahobalarga taqildi yoki Qur'onga bordi deb ismlarning keyindan qiblasini ashuna to'g'rilab mangib o'tirganda farq chiqqaniga o'xshab ketdi ekan bu hozir. Albatta. Chunki birlikka hozir anda qilsak birlik kelimiz mana sen e'tiqodingning o'zini shu mazhab, ma ko'z qarash degan e'tiqodni tashlab lekin hemen Qur'onga kelsan, demak birlik kelsin degan gap musulmonlik sohasida. Xo'sh. Bo'lmasa millat sohasida bo'lsa, butun e'tiqodimiz o'zimizga biz bir millat degan vaqtda bir yak kelamiz degan gap. Ana vaqtida. Diniy nuqtadan aytgan vaqtida Alloh taolaning dini bo'yicha Alloh taolo payg'ambar alayhisalom debdi, men lasta minhum fi shay degan sen hech qas emas ularniki. Ular o'z qaysi mazhabda, qaysi nima bo'lishini qat'iy nazar, u nima bo'lsin, lekin sen ularni hech qanday mazhabda emas. Sen vaqt nima desa, oyatniki nimasi bo'yicha sen mahkumul muslimin degan sen degan faqat bir musulmon degan gap. Bizcha degan vaqtda bizmi bu vaqtda nima deymiz degan vaqtda men musulmon bo'ldi. Ortiq hech qanday narsa kerak yo'q. Balkim ba'zan fikrlarimiz, mening ba'zan fikrlarim yani bir adamga o'xshamasligi mumkin, lekin o'xshamasligi bilan men u yerda shu Qur'ondagi shu fikr sohasidagi narsani to'liq tushunmagan bo'lishim mumkin deymiz o vaqtda. Xo'sh. O sebepten meniki o'xshamay qolgan bo'lishi mumkin yoki u menga o'xshamaydigan odam niki fikrda Qur'onga o'xshamaydigan bir yeri bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O sebepten o'xshamaydi. Ya'ni shu vaqtda Qur'onning o'zini yaxshi tushungan vaqtda hammamizdagi e'tiqodimiz o'xshaydi degan gap ham bu. Hech qanday nima chiqmaydi degan gap. Bunun için Allah Teala bu yerde o falan mazhab deganning o'zi bevosita Qur'onni tushungan vaqtida biroqligi amalda qoldirayotgan narsalar bu. O keyin paydo bo'lgan demakki mush Qur'oni Karim mush buyruqqa tamoman xilof zid degan gap. Qur'on zid narsalar bu degan gap.
Mana bu ma'u nimada Bayyina surasida 1-oyatning 8-oyatgacha bu yomon uzoq oyat ham bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunillazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nar jahannam degan mush oyatning oxirisida nima deydi? "Va ma tafarraqallazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina va ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata va zalik dinul qayyima." degan mush oyatning oxirisida ulaykum sharrul bariyya deydi. Bu nima desa, dinlarni paramparcha qilib o'tib, ma meniki e'tiqodim, ma mening e'tiqodim degan insonlar shu Allohning kitobidan chetnab, hammasi o'zi qarta bir e'tiqodni paydo qilgan insonlarni Alloh taolo nima deyapti desa, ulaykum sharrul bariyya. Ular insonlarning eng eskisi deydi-da. Eng nachar insonlar. İnnellezine amenu ve amilus salihati ulaykum hayrul bariyya deganing o'zi yana Qur'onda ko'rsatgan bo'yicha yana Allohning kitobiga ishinib, Allohga ishinib, shunday qilgan ixtilof qilmagan bu insonlar faqat Allohning kitobi bo'yicha mangan degan gapda ashunday amal qilgan bu insonlar bo'lsa, u insonlarning yaxshisi. Biz mana shu ikki oyatning o'zini bilib olishimiz kerakki, İnsanların yaxşısı qanday bo'ladi degan vaqtda Allohning kitobi esilgan, uni hech qanday xalqi mazhab uyushtirmagan, mazhab paydo qilmagan. Agar o'zi tushunmagan ya bo'lsa, ya boshqasini kesal e'tiqod jihat o'xshamagan ya bo'lsa, darhol Allohning kitobiga murojaat qilish orqali o'zidagi shu o'xshashmaslikni Allohning kitobida hal qilgan bu insonlar bu vaqtda insonlarning yaxshisi bo'lgan gap. Bu dunyoda diniy jihat kelgan vaqtda u mening ras degan gap u hech bir yerda ish qilmaydi. Mening ras, yani bizning ras emas, bu yerda ras narsa nima degani Allohning ras degan gap. Vaqti biz Allohniki digini kelgan vaqtda hamma narsamiz birga keldi. O'tganki darsimizda misol va tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu degan bir oyatni so'zlab o'tdik-ku. Ashunadimi? E'tiqodi jihatda bilinmaslikni bayon qildi Alloh taolo. Davlat jihatda insonlar bilinib ketdi. Misol hozirgi vaqtda birga keltirish mumkin emas. Bu 50 necha musulmonlar yashaydigan mamlakat va uning sirtida Yevropa, Amerika, Afrika har yerda nurg'unlagan musulmonlar bor. Uning hammasini bir bayroqning ostiga yig'ma deyish aslo mumkin emas. Bu yerda bizniki e'tiqod jihati bilinmaslikka asos sola oladigan, ya'ni asos bo'la oladigan narsa bormi degan vaqtda bor. U narsa nima? Qur'on. Har bir musulmon men degan odamning o'zi Qur'onga kelsa, e'tiqod jihati hamma musulmon o'xshash bo'ladi degan gap. Endi bu G'arb dunyosida eng mashhur ikki mazhabni tunishtirib o'tibdikan bularga. Qanday birisidan paranlasak, sen sunniymi, shiimi degan ikki savolni so'raydi endi. Sizning bayatdan tushuntirishlarda bu yo'q. Bu qanday bo'lib G'arb dunyosida bu mashhur qog'ilari yo'q. Shu asosan hozirgi mashhur mazhablarning shu Shia, ahli sunniy va jamoa, Shia degan shu ikki narsa biroq nima? Qog'illar bor. Qog'illarga xavarij deymiz, u bu. Ozsan egallaydi ular. Dunyoda undaq bek mashhur bo'lib ketadi. Bizning vatanda nurg'un san'atchilar bor. O san'atchilarning hammasini bilmaymiz. Umarjon Olimga o'xshash, Abdurahimov o'xshaylarni chiqarib turmaymiz-ku. Ashuna o'xshash. Şimdi undaqda ma sunniy va shiy degan atalg'uning kelib chiqishini bayatdan mazhablarning shiy deganlar sizlar bu Ahl Bayt degan, ya'ni Ali roziyallohu anhu'ningki qo'llug'uchilardan shakllangan dillar, shunami? Sunniy deganlar bu nimadan chiqqan? Bu Muaviya taraflarning qo'llaganlardan chiqqanmi? Yo'q, u masalan o'z vaqtida shu birinchi nimalar xavarij deymiz, murji deymiz-ku, ash'ari deymiz. Asosan shu uch mazhabni o'zi qarash keyingi vaqtdagi shu mazhablarning shakllanishidagi asosi qolgan. O mesela o xavarij, murji degan bu mazhablar hozir yo'q. Uniki shu qoldiqlari keyingi vaqtda shu nimaniki Abbosiya xalifasini qurish jarayonida ashlar qo'shilib ketgan. Shuning bilan o'zi Abbosiya xalifasini qurgan vaqtda Aleviychilikni, Eliga bayat qilgan, Eli tarafdori bo'lish, yoki payg'ambar alayhisolamniki naslining tarafdori bo'lish
Teşebbüs kılındı emasmi buningda? Peygamber Aleyhisselam'ın neslidin halife bo'lish eng haqliq deb elini ko'tarib chiqib, uningdagi Abbosni ko'tarib chiqib, ashari qilgandan nima davlatning ismi shu Abbosiya sulolasi deb qurildi. Shundan bilan Peygamber Aleyhisselam'niki nemisda neslidin qurildi degan, nesliga mansub qurildi degan ma'noda bo'ldi hamda. Ben Sünnilerden yıldızlar var da. Sünni diyenler. Aydedim bu şu mezhep asasen şu mezhebin şekillenişi yıldız aşıyor. Yani mesela hazır ma bu Ehl-i Sünni vel Cemaat digini zaten Sünni dedi özüne. Baş Şii digine bayat nasıl depkilevatkan mesela Eşeri ile Maturidi'nin ikisinden işi yok. Ya o karşılıklı 100% yok diyen gap yok bu yerda. Ne çıkırsa muşlarning qarşılıkqa o'xshaydigan narsalar uni kitobida bor yana. Çünkü Müslüman yıldız yo'g'on ekan. Ajimoch o'xshamaydigan yerlar bor bu yerda. O'xshamaydigan yer nima degan vaqtda Shialarda Sunnilarniki talishadigan yer nima degan vaqtda Sunnilar Abu Bakr, Umar, Osman, Ali hammasining o'zini biz xalifa deb e'tirof qilamiz deydi. Shialar Eli'nin o'zini biz xalifa deb e'tirof qilamiz, qog'inning o'zi deganni oq ko'k deydi-ku. Amanda xalqi nima desak bo'ldi bu hozirgi partiyadagi odamlar qo'shash, partiyadagi nima beshitgan odamni qo'llaydi-ku insonlar. Ashuni qo'shash narsa. Xuddi hozirgi Turkiyada hozir masal saylan bo'lishi olib turyapti-da, shu vaqtning o'zida kimni qo'llaysiz? Ba'zilar Tayyip Erdo'g'an deydi, ba'zilar o Kemal Kılıçdaroğlu deydi. Ashuni qo'shib bir gap. Keyin ani nim qilib, ma u 850 950 minginchi yilgacha hatto 1100 yilga yaqin shu jarayonida e'tiqodiy kitob yozilgandan keyin insonlar ashuni qabul qilgandan keyin rasmiy u dinga aylangan. Bu birinchi bosqichda misol Umayya sulolasi 90 yil hukm surdi. 90 yil jarayonida butun rivoyatlarni hammasi to'qib tayyor qilib qo'yganda Abbasiya sulolasining o'zi 500 yil hukm surdi misol. 500 yil jarayonida Umayya sulolasi vaqtida to'qilgan rivoyatlarning hammasini harakatga akilib, u yerda insonlarga tamoman o'zini nim qildi, din holatiga akib bo'ldi. Şu Kur'an'ı igiz taxtayışık ep koyup, aşılar tüzüp koygan kitabını okup çoğun olduk mu biz mi? Kur'an'ı okusa, Kur'an'ı udul tercim kısa günah oludu. Deydiğen mandak özü, ondak adamın özüne cemaat mı, yaman gördüğün aşıdak illetli batı, ben şu okuatka vaktılda. Belki Müslüman o anlayan bu gıytılın da geldiğinde. Kur'an'ı udul ondak tercim kılı olmaydı. Kur'an'ın her bir tam, her birinin asıl digenini qanchiligan ma'noliyatida uni hech kim bilolmaydi degandek-ku. Hozir sirliq bir kitob qilib, shu uni tushangil olmaydi deb, hozir mana shu Avstraliyadagi Abdusalom bilan mana nima Abdurahmon Jamol debdi-ku. Qur'onni undaq ashlar tushunmagandan gapni qilyapti, bizni tillayapti deydi. Qarash kerak mushtaq yerga. Adam tillashqila tug'ilgan odamda bu insonlik bir axloqmi yo'q odamda, misol. Bir ahli ilm bo'lsa deganda ahli ilmidek gap qiladi. Buniki hamda bizga keltirgan eng cho'ng ziyni shu o'ydirilgan din deymiz ham buni o'zini. O'ydirilgan dinning eng cho'ng ziyni 1600-yillarda mana shu Xo'jalar zamonlarida, Saydiya xonligining oxirgi davrlarida millatni ikkiga bo'lib, qartaqlik, aqtaqlik deb nurg'un odamni o'ltirib, uning ustiga davlatimizni tamoman vayron qilayotgan bir o'zi nima sufizm nimalar ashtaqandi. Bundan keyin o shiyachilik nihoyat o'zi bizda yakan tavalligida shiyachilik jiqgan. Ashyarisini shu hatto kuchog'ichilik safoyini urib, ayndaq voiz demdi. Ayndaq hüküm tetip ayndaqni qilgan bir adam oldugan şu vaqtda. Şia mezhebini taqat qıçılar, Hazret Elini maqtaydigan ayndaq bir adamlar boldugan. Bu mezheplerniki, yani etiqadi mezhepniki en xatarlik, yani bizga en o'zi ziyon solgan tarafi millatimizni nodonlikqa ishlagan,
nadallık olganda keyin o yerda gadaylıkmı şundan çıkıdığan gapga dünyada neymiş oladı biz qarşı günlük qarab ketyapmiz, özümüzni qanday qutquza alaymiz degan bundaq narsalarning hech qaysi kallasi yetmaydigan gap. Hammasini shu Sufi İşan, mollalar kontrol qilib olgan millatni sirtqa chiqib, misol Yaponiyada 800 nechinchili shu 15-20 mingdek o'quvchini shu Yevropaga chiqarib o'qitib, undan keyin shu Yevropa nima o'ziniki davlatini shunday taraqqiy qilganki, Yaponiya bizga nisbatan g'arb davlatlariga yiroq shu vaqtida. Hattoki bizniki yenimizda shu Angliya jahongirligi misol shu Pakistan nimaning o'zini besib yotgan vaqti bizning millatimizni aşağıya chiqib bir davlat boshlig'idek saviyada bir o'qib kelay degan bir odam bo'lmagan shu vaqtning o'zida. Nima uchun desa, ular deganni Qur'ondagi Yahud Nasara degan gap chiqib olgandan keyin shu ular degan Nasara o bakama odam deb aşağıya chiqib o'zi bir siyosat, xalqaro siyosat bir narsa kerak o'qib davlatning o'zini qutqazadek bir odam bo'lolmagan. Misol. Mushlarning hammasi bizniki favqulodda xurafiy bir iqimga kirib qolganligimizniki eng ochiq o'zi dalil isbot desak bo'ldi. Buni butunlay shu uydirilgan dinniki nimasi sababi desak bo'ldi buning o'zini. Buniki asos manbasi shu. Andekin bu ma u ahkam sohasidami bayman degandek shu zinaxon chalma-kasak qilish, murtadni o'ldirish deganga o'xshash nurg'un undaq ahkam sohasida ayollarniki ovozi harom deganga o'xshash ayndaq nurg'unligan ayollarni qizlarni jiq o'qitmaydigan ayndaq qoidalar bizda bordi. Shundaq ishlarniki sababidan bizniki onalarimiz masalan ayndaq nadonlikda cho'ng'igan millatni keyingi vaqt qo'saq va qishqa o'lanlar g'ayma ashnalar o'tib ketganda Ondan keyin bu mazhabning eng cho'ng xatoligining yana birisi nima degan vaqtda har birisi o'ziga qarata bir aqida paydo qilgan. Hozir men degandek, bu cho'ng mazhabning ikki tal mazhabni Yevropada shuni tilga oladi, hatto undan yomon jiq bunday mazhablar. Hamda aslida Qur'onda nima deb buyurdi degan vaqtda Sura Hudniki 1-2 oyatida Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin xabir Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun ve beşir. Muş ayetinin özde Allah'ın kitabındaki ayetleri hüküm ifadeleydi. Yani a işini kıl, ma işini kılma, a nes haram, ma nes halal, ma yakşı, a yaman diyen andak özde hükümünü ifadeleydiğin bir ayetteydi de. O hükümünü ifadeleydiğin ayet Milletin hakimin haber, hemen bilgüçü, hikmet ve işkıcı zat yani Allah tarafından tefsil bayan kılıngan. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir insan özü onçu başka kallısı kelgen boyunca, hıyalık kelgen boyunca düşünüşkü bulmayır diyen. O Allah Teala tarafından o bayan kılıngan, tefsil bayan kılıngan diyen sözün özü nime diyen vaxtada her bir düşünmeyen bir ayetni yoki hükümün özünü düşündürdiğen başka yer ayet var diyen gap. Aş ayet arkalık onu düşünürse diyen gap. O düşünmeydiğen nesle okas ayında düşünürse. O özellik kalırsa kegençe mandak nesle okşaydı deyip okşaydı veren onun hüküm kılıç olmayır deydi. Ne için diye vaxtada her adam özüge karta. Benim karışım. Hazır aşağı deyilgen gap payda olup gitti. Topladıçı falanı manda koyun benim karşım falanın karşı dedi. Kur'an'da bir ayet var. Özündeki arzusunu ilah kılıp algan adamını gördün mü diye ayet var ço. İlahum hava diyen bir ayet var ço. Bu ne dese özündeki hiyallarını, özünün arzularını, yakomayt özünün düşüncelerini ben muşu özü benim dinim dep manda kılışның özü, kıgallıqның özünü Allah Teala ben aşı özünün hiyalını, arzusunu ilah kılıp algan adamlar dep bizge tenkit kılgan gap. Onun için biz ne kılımız degan vaqtda Allah bizning ilahimiz degan vaqtning o'zida
Allah Taala qanday tushundigan bo'lsa, biz shunday tushunish lozim degan gap. Agar biz shunday tushungan vaqtda o'zimizniki qayoshi bo'yicha Qur'onning har oyatini o'zimizning qayoshi bo'yicha tushungan vaqt qanday bo'ladi degan vaqtda Allah ta'budu illalloh. Bunda Allah Taala uni bayon qilishda, o'zi bayon qilishda, tafsil bayon qilishda Allohdan boshqaga ibodat qilib qolmasliginglar uchun deydi. Agar men o'zimniki xiyol bo'yicha birsi tushundirsam, men tushundirgan narsa bo'yicha halqi odamning o'zi bir ibodatni qilgan bo'lsa, u vaqtda u kimga ibodat qilgan bo'ldi? Tushundirgichiga. Menga ibodat qilgan. Men mushiyada hozir qadar o'sha ochiqlayotganlarning ilgari surayotgan fikrida shu Peygamber Aleyhisselam'ın köşerken bu iş manamez degan bir narsani o'tirib qo'ydi. Hatto bu amallarning maqbul bo'lish sharti 2 deb bilgandikda Allah rızalıq üçün bo'lish, Peygamber ko'rsatgan yo'l bo'yicha bo'lish. Men ikkisini formulash, ikki formula tushmasa, ikki o'lcham tushmasa, amal maqbul emas deb. Allah Taala Sizning hozir tushuntirishlar bo'yicha Peygamber Aleyhisselam tutgan yol, bir ayetni, yeni bir ayetlen şerileş yolu tutkan. Elbette. Terbiyeligin emas demek hazırsızlar. Elbette. Çünkü şerilekin hazır ha. O şu rivayetini okuyan adamlar bildi. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a ruh doğruluk soraydı çoğu Yahudiler. Ruh degan nima degan vaqtida o Peygamber Aleyhisselam öz cevap vermeydi. Şu ben degan Peygamber dedi şu yerda ruh degan andaq bo'lishi mumkin, mandaq bo'lishi mumkin deb javob bersa, nima deysa deydi Allah Taala o vaqtida. Sen mumkin deb javob beramiz deydi, deydimi? Meningcha Peygamber o Peygamber Aleyhisselam aşının cevabını kutib turgan gap aşağıda. Bir rivayette bir hafta deydi, yana bir rivayette 2 hafta deydi, hatta bir oy degan gapim bor. Aşının cevabı tushib Qulir ruhu min emri Rabbi degan oyat tushgan qadar Peygamber Aleyhisselam o'zi javob bermay turgan gap edi. Anladingmi ya? Qur'oni Karimda 331 yerda qul degan kelima bor. Yasalunaka deganning o'zimi 20 necha yerda mashtaq bor. Misolda Aşının hemisi neymiş kul dep Allah Teala 300 necha yer keltirdi. Peygamber Aleyhisselam özül devası olmadı mı şu vaxtda? O Peygamber Aleyhisselam özül devası o din peygamberin dini oldu vaxtda. Şundak mı? Allah'ın dini olmaydı. O peygamber Allah'ın dinini insanlara yetkizotgan gap baydı. Yetkizotgan dekin Allah Teala neyimde şunu yetkiziş gerek. Onun için her bir sual kelgan vaxtda Peygamber Aleyhisselam sualın cevabı Allah'ın kelgan kadar aşağıda kütüp duruqluq. Allah Teala o yerde kul falanı mesela kul huvallahu ehad. Ya ki aşın qo'shtash o'zi nima bilan oyatlar bilan o'zi nima Peygamber Aleyhisselam tushungandikin Allah nima Peygamber Aleyhisselam uningkin uniki javob manda deb oyatda Peygamber nimaga savol so'rgan odamlarga anda javobni bergan gap bu yerda. Demek tushundirish ma shaklda bo'lgan degan gap. O tushuntirishning o'zi mandaq turibdikin, ma'ning o'zi mandaq deb o'zini beshirga tushundirgan bunda qoida yo'q bu yerda. O bu yerda o'zi Qur'on o'zi devasa Allah Taala agar o insonlar tushundirsa uni o'zi beshig'icha shu vaqt Allohning g'ayriga ibodat qilib qolasizlar. Uning uchun men uni tafsili bayon qildim devasa. Ya Qur'onning necha yerda bor inna alayna bayonida bunu bayon qilish, uni tushuntirish bizning vazifamiz degan oyat o. Qur'ondagi mush yerlarni tafsil o'qish kerak bu odamlar. O'qimay turib lekin biz degan 7 yoshimizda Qur'onni yodlab qo'ygan, biz tug'ilib olim tug'ilgan deb haqqa bozorga solmaslik kerak o'zini. Bundaq adamның özüne Allah Taala nima deydi desa, o'zi o'ngchivoshqa insonlar tushundirib, insonlarni xato yo'lga yetaklab, o'zi o'ngchivoshqa din paydo qilgan odamlarning o'zini
Allah Teala şeytan deydi. Böyle çok. Auzubillah. Kur'an-ı Kerim'de وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ diyen ayet var. Yahudiler, yani ehli kitaplar yüzdeki şeyatinleri erişeti dedi. Şeyatinler şeytanları da bağlı bir neresindeydi. Şeyatin diyen böyle ne mi dese aşağıdaki şu Yahudilerdeki azgın alimlerini gösterdi bu yerde. Kitabın sırtında yüzü oydurup din peyda kılan alimler var mı? Mezhep peyda kılan şu alimlerini gösterdi. Aşlar ergeçken dedi. Aşağı şeriyelerge şu kitabın hemisi qarab baksın. Aşında bayan kılık bu yerde. O şeyatinler nemige erişeti dese Süleyman Aleyhisselam anıqan, Süleyman Aleyhisselam manıqan deb Süleyman Aleyhisselam haqqı tuğulgan, tuğulma halqı, uydurma, näsiga erişet, hazır qılmış, ravayetliga erişet otgan insanlar. Xuddi shunga o'xshash shu vaqtdagi uydurma narsalarga Süleyman Aleyhisselam'a nisbat berilgan shu uydurma narsalarga erişet bo'ladi. Yana o'zi Sura Baqara'niki 170-oyatida ve izâ qîle lehumuttebi'û mâ anzalallâhu qâlû bel nettebi'û mâ alfeynâ aleyhi âbâena evelev kâne âbâuhum lâ yaqilûn şey'en ve lâ yehtedûn. Muş ayetning o'zidimi? O'zi o'ngchiboshqa yoki o'zi paydo qilgan e'tiqodlarga ergashgan, boshqa odamni ergashtirgan mush odamlar qarta Alloh taolo deyapti. Yani bu şu Mekke müşrikleri ve keza şu vaktaki insanlar düşken ama şu hazır zamandaki insanlar tetkiqlagan vaqtida ve Allah Taala tushgan narsaga ergishinglar degan vaqtda ular biz ota-onamizning diniga ergishimiz degan deydi. Ota-onamizning diniga ergishimiz degan. Evvelev kana abahum la yaqilun shay'a ve la yahtadun. Ularning ota-onasi bir kallasini ishlatib baqqanmi, aqlini ishlatib baqqanmi? İşletmegen bo'lsa to'g'ri yo'lni qabul qilmagan bo'lsa ular. Bu yerda to'g'ri yo'l tepish ikki yo'l bilan bo'ladi degan gap. Ikki narsa bilan. Birisi Allohning kitobi orqali to'g'ri yo'l topadi. Ikkinchisi desa, aqlni yaxshi ishlatgan vaqtda, ya'ni Alloh taolo ko'rsatgan yo'lga erisha oladi degan gap. Yani. Nurg'un odamlar kallasini yaxshi ishlatib, uniki foyda ziyon tarafini yaxshi o'zi tahlil qilgan vaqtda, netincha Allah Teala'nınki kösetken Kur'an'daki yolundan bir çıkıp diye manadık. Şu Allah Teala köpünce yer neyme dese aklınla işletmemsizler, tefekkür kılmamsızlar deyip nurgu yer aşındaydı. Aklının yolu bir dep koyduğun, menbes bir dep koyduğun gitmiş şunun dikinde. Yanıma o nimede Sür Nehl'deki 36. ayetinde وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ degan boş ayetimi mezhep peyda qilib, moşun hemmesi teperraka degan sözün özü Allah Taala tushgan dinni paramparcha qilgan, yani mezhep peyda qilish orqali mezheplarga erishib ketgan insonlar qarta deyilayotgan so'zlar. Biz her ummatga bir elchi evatdik deydi. Elchi evatishning maqsad ana ya'budulloha va ijtanibut tağut. Allah'a itoat qilish orqali tağutdan azg'unlarni yiroqtiringlar degan maqsadda evatdik ularni o'zini. Evatsek feminhum men hadallah. Ularning ichidan Allah hidoyat qilgan kishilar bo'ldi va minhum men haqqa alayhi dalal. Ularning ichidan bu azg'un degan nom ataqni berishim uchun haq bo'lgan insonlar bo'ldi. Yani Allah'nınki kitabını, Allah'ın hidayetini qabul qilmay, o'ziniki yana shu eshigini yo'g'iltib qilgan insonlar to'g'riliq deyapti endi. Şuna musulmonlardagi deydigan narsa nima degan vaqtida bu yerda men falon mazhab, pustan mazhabdan deyishning o'zi bu islomga butunlay xilof narsa. Bo'libmi diniy olim men deyotgan insonlar falon mazhabdan deganning o'zining olimlikqa haqorat.
Bu ne buluş gerek ise dini alimlardan başlanış gerek bunun özü. Dini alimlar bu hakikatini biliş gerek. O vaxtda biz hemimiz Müslüman degandekilla birlik şu yerden payda oldu denge. Sen özü xalığanca o yerda A mezhepke, Ma mezhepini qilib teqi Ma mezhepini başqa mezhep çıkarsa din ajraydı degan gap bormi? Baba. Aşından gaplar var. Zaten Kur'an'dan çıkıp bir mezhep kirgendikin dinden ajrap bolgan o adam. Mezhepsiz ölse bu cehennem gidiyor diyen şekilde nimlerim bakan var şu. Aştaq demiz qandaq bu mezhep turdu. Mezhep çeng tuğuzuş için qatqan Hristiyanlık o. Şu ötkenden mi şu Türklerin arasında mı şu bir meşhurlardan bazılarınınki İmam Bukhari yıkılsa din yıkılır diyen nimelerden mi gördük ama şu Facebook'ta. Mesela yani. Bukhari yıkılsa, Tirmizi yıkılsa din yıkılır diyen. Hem de aşılarının dini yıkılıdı. Hem aşı kitabını yıkılsa aşılarının dini yıkıldı. İslam yıkılmaydı. Kur'an varken İslam yıkılmaydı. İslam Kur'an demek. Onun için her kandak nesini meyli gap söz olsun, meyli hareket olsun, meyli rivayetli olsun, her kandak nesi olsun biz nimek tatbiqlaymiz? Kur'an-ı Kerim'i tatbiqlaymiz. Kur'an to'g'ri kelsa onu to'g'ri deymiz, to'g'ri kelmaganda xato deymiz. Onun için biz sahih deb yozilgan kitobniki sahih degan ismning qo'yilishi xato bir narsa. Nima uchun degan vaqtda uning ichidagi narsaning hammasi to'g'ri emas-ki. To'g'rilari bor ekan. To'g'rilar bor. Uning uchun yoki ba'zi sahih deb yozish kerak u yerda. Bo'lmasa nima deb buni hammasi sahih deb yozyapti. Sahihlikka nurg'un insonlarni silsila qilib kelib shularning guvohligini asos qildi ekan. O orliqdagi insonlarmi, noma'lum insonlar uning ustiga ash gapni qilgan bo'lishimi, nima shu sahobaning ichidami nurg'un odamlarni hamda o'lib bo'lganda so'z aytgan nima o? Men o'lib ketsam Abdukarim aka an debdi, man debdi, men o'lib ketgandan keyin nima desa, u men degan bo'laverman deb men demadim deyolmayman da o'lib ketgan vaqtida. Bu shunga o'xshash shu. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin an debdiki, man qilibdiki davas, o payg'ambar alayhisalom ya qabrisidan chiqib, men demagan, qilmagan tursam nimasi deysa demaydi o yerda. Diyammagandan keyin. Ashundan foydalangan o. Shuning uchun endi yig'ib aytgan vaqtida mazhab islom diniga yot bir narsa. Mayli qanday mazhab bo'lishiga qat'iy nazar, e'tiqodiy mazhab bo'lsin, sufizm mazhabi, sufizmning zaten shu e'tiqod bilan nima? Ahkam sohasidagi mazhablar bo'lsin, hech qanday bir mazhab bu islomning ichidagi narsa emas. İslam'ın içindeki narsa Kur'an'ın içindeki narsa demek. Kur'an'ın içindeki hüküm, ahkamlar bu özü İslami hükümlü oldu. Bu mezhebinin özünün çıkarıp algan narsaları İslami hüküm olmaydı. Bir, ikinci birisi bu mezhebindeki nurgun yerlerinde Kur'an-ı Kerim'deki nurgun hükümlerinin özünü mensup kılıvatkan yerli var. Mesela lakum dinikum veliyedin degen ayetin özünü katilul müşrikin haysi vecettim degen ayet arkalık mensup dep qaraydı. Mesela. Yani bir özü iki tane ayet var. Vallati yatinel fahişete degen bilen vellezani degen şu Kas Sure ve Sure'nin 15-16. ayeti. Şu iki ayetin özünü mü nimelki ezzaniyet ve ezzani fecdidu kulle vahidin minhuma meyate celde degen ayet veren mensup dep qaraydı. Bu bütünlüğü hata bir narsa bu. Kur'an'ın içinde hiç qanday yani mensup yok. Kur'an'ın içinde nasih mensup yok. Kur'an-ı Kerim özündeki ahkamları bilen, özünün aqidasi bilen dinga qo'shilib qolgan aqida ahkamlarning o'zini mensup amaldan qoldirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'de mana shu vaqtida Kur'an-ı Kerim'de bo'lmagan ahkamlar paydo bo'lib qolgan bo'lsa, Kur'an-ı Kerim'de ma'nosi yo'q deyish orqali uni amaldan qoldirish olimlarning gadiga tushgan vazifa degan gap. Kur'an-ı Kerim buni hukm ma'vu deb o'tirib chiqarish olimlarning vazifasi degan gap. Ekranga vurup koydum hazır mesela Hanefi mezhebininki karşı boyunca sünnet kitaptan kasla ikinci orun turgan şer'i delil olap
o bilim ve hükümün menbesi. Lekin hadisler fiqh sahada Kur'an qaraganda texmi tefsili oxşmağa hükümlerini özüge alğanlığı, köpünçisinin hadis şekilde rivayet qılğanlığı, levzi, mana ve nakil kılıngan hadisler sahabelerinin sözleri arasında ansanda oxşmaslıklar ve oxşmagan şekilde düşünüşki maskılar ifadeler buluş qatarlıqlar sebep tüfeyliden hadisler ayetler qaraganda bekerek münazir temize aylanğan. Hadisni qabul qilish yoki tashlab o'tish, hadislar amal qilish, hadisga zid ijtihod qilish qatorliq iddia va isnod. Bir so'zni birovga mansub qilish qatorliqlar fiqhshunoslar bo'libmi Hanafilar orasida azaldan kim bo'lib boqmagan. Ahli Ray deb atalgan Iroq mazhabining Abu Hanifa va uning toliblarining hadisni qabul qilish va izolashdagi pozitsiyasi ular o'rtasida o'tirib qo'ygan oldingi shartlar uzundan buyon boshqa mazhab fiqhshunoslari va hadisshunoslar tarafidan munozara ayblash temasi olingan. Qanday bo'lmasin, bu masalada mazhabbozlar jidal muhitidan kelib chiqqan haddidan ziyoda ayblashlar nazardan soqit qilinsa, Hanafilarning sahih hadis deyilgan va uningga zid keladigan boshqa kuchli paketlar bo'lmasalar mazkur hadisga amal qilganligi, hadis bilan qiyos, ya'ni selishtirish to'qinishib qolgan chog'da qoida bo'yicha hadisni tanlaganligi, lekin hadislarni qabul qilish va shariylashda ba'zi o'xshamagan usul ko'zqarashlarning borligi mazkur munozir ayblashlarning amaliyotda farqlar tufaylidan kelib chiqqanligi ma'lum deb Diyanet Vakfı'nınki İslam Ensiklopediyası'ndaki bir kardeşimiz, yani mezheplerinki öz itikad kılırken mezhepninki kımmeti ve uğruna karta oturup koyulgan fikrini ilgiri ne vakti da meydan taşlap hesapta. Evet, yaxşı qıptı. Endi muşun qarab baksak hazır birinci kurdaki bilim ve hükümün menbesi dedi. Endi ondaqda Kur'an nerede kaldı? Eğer bu çağda menbe çıkılıp ketken bulamdı ya, benim kallam biraz karışık olup kalmış gitti. Bu hazır tehe İslam alimlerinki içinde Kur'an'a qaytımız degan söz hali yaxshi tashviq qilinyapti. Va lekin buning ichida Qur'onga to'g'ri keladigan hadisnimi olamiz degan gaplarmi ashunga o'xshash ketyapti-ku. Bu bir xatarlik bir narsa. Qur'onga to'g'ri keladigan har qanday hozirgi zamondagi bir odamning gapi bo'lsin, masalan, o'tgan zamondagi odamning gapi bo'lsin, farq etmaydi, qan ish harakati bo'lsin. Qur'on to'g'ri keladigan bo'lsa, Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha uni to'g'ri deymiz, xolos. Peki Kur'an'ın yeriga qo'yib olmaymiz. Yo'q, u Qur'onni yeriga olmaymiz. To'g'ri deymiz, Qur'on to'g'ri kelganligi uchun to'g'ri deymiz. Va lekin u din demaymiz uni o'zini. Tushundingmi ya? Mayli uning ichida bir diniy olimniki gapi bo'lsin, mayli Marksning gapi bo'lsin, mayli Darwinning gapi bo'lsin, qat'iy nazar, u to'g'ri gapning o'zini Qur'oni Karim to'g'ri keldiki, mana to'g'ri kel desak bo'ladi. Va lekin u to'g'ri bo'lib qolganligi, Qur'oni Karim to'g'ri kelganligi uchunlar bu din deb dinning ichiga so'rab akirish bu xato. Bundaq narsa bor bu yerda. Bu nima uchun degan vaqtida Qur'oni Karimda 25 payg'ambar va 25 payg'ambarning qarshisidagi kafirlar, jin shaytonlar, malaikalar shuniki o'z voqealarni bayon qilindi-ku. Aş bayon qilingan voqealikni mayli payg'ambarlarniki qilgan ish harakatlari, qilgan gap so'zlari bo'lsin, mayli shu malaik va kazalniki degan gap so'z qilgan ish harakatlari bo'lsin, Alloh taolo din degan sohada mushuning o'zi din degan gap yo'q edi. Buni qilgan ishi Qur'oni Karim to'g'ri kelganligi uchun bundan siz yaxshi ibrat eling deyiklik. Va ibrat elishga bizga qo'yib qo'yganligini deyotdi. Qur'onda shunday voqealarni bayon qilib kelib nima deydi Alloh taolo? Fa'tabiru ya ulul albab deydi. Ya fa'tabir ya ulul absar deydi, shunaqmi ya? Xo'sh. Demakchi bo'lgan narsa nima desa, siz shu payg'ambarlarga o'xshash, payg'ambarlarga ergashgan sahobalarga o'xshash to'g'ri ish qilsanglar, Qur'oni Karimni o'zingizga yetakchi qilish orqali siz to'g'ri ish qilsanglar, ashlar yetgan maqsadga siz yeta olasizlar degan gap bu.
O burunqilarniki qilgan ish harakatlarini so'zlab o'tirish dinni so'zlaganlik emas, o hikoya so'zlaganlik o. Boshqa narsa emas. Undaqda bu bir xilliqi nima deymiz, mana bu örnek desek bo'lmaydi-da. Ya sınavdan o'tgan, mana bu falan yer, pistan yerde Albatta. Eng to'g'ri. Biz masalan Sharq Turkiston tarixini o'qisak, nimada, masalan, Oğuzxon zamonida andaq g'alblarni qilib, mandaq nima qilibdiki, falon mandaq g'alblarni qilibdiki deb u yerga harbiy taktika nurg'un narsani so'zlaydi, u yerga ittifoq ho'kazoni o'zini. Bu bizga nimani bildirdi desa, biz ashundoq ittifoqlashib, ashundoq o'zi har xil shu vaqtda texnikada yuqori o'rinda turib qilganda, shundoq texnikada yuqori o'rinda bo'lib qolgan vaqtida o'zida bizmi ashundoq g'alaba qila olar ekanmiz degan narsa bizni kallamizga keladi degan gap. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo payg'ambarlarni bizga o'rnak qilishda nima qiladi desa, sizlar ash payg'ambarga o'xshash Allohning kitobiga eslib mangan vaqtida siz payg'ambarga va'da qilgan narsaga sizlar erisha olasizlar degan gap bu. Payg'ambarning qilganni, deganni bu so'zlab o'tirib qanday erishimiz biz bunga? Arabning bekib bo'lganda al-muhannasu yafkharu bi zakri abihi degancha. Xo'sh. Aşnaga o'xshash o'zi bir ishni qilolmagandagi qilgan odamni tashqib ekan. Ayndaq o'tilgan gap, u to'g'ri narsa emas. Qilgan odam qildi, uning o'zini qilganligi uchun ashundaq bir yaxshi natijalarga erishdi. U tugidi. Sen uning oldigan nima ibrat? Men ashundaq yaxshi ish qilsam, ya'ni ashundaq o'zi to'g'ri ishlarni qilsam, men ashundaq natijaga erishir ekanman degan bir darsni olsa degan gap. Payg'ambarning usvat narsa deganing o'zimi? O payg'ambarda yaxshi bir ulgulik bor sizda degan so'zning o'zimi nima degan vaqtda bütün payg'ambarlarning tutgan yo'li o'xshash. U nima desa, Allohning kitobiga esilgan. Allohning kitobiga shu zamonasidagi voqealikni to'g'ri tatbiqlash orqali yo'lni to'g'ri tepmangan. Bizga Alloh taolo bunday va'dadi. U qarshi sen qilsa degan yeri yo'q. Ashlar eslib mangan kitobni zamonidagi bo'lgan voqealikni ashlar to'g'ri tatbiqlash orqali yo'lingni to'g'ri mansang, payg'ambarmi ashlar mangan Peygamber erişken netincik sen mi erişe alaysa diyen gap o. Ular manga yolda, mesela ular yol gösterken kitabın biz özümüzge yedek çıkınmay, andekin ular yetken netincike biz yetamadık da Kuda'nın ağırlaşımızga ne macet var vaxtıda? Bu hem saati körülüyordu şu. Ben bu siyasi cihet olsun, ictimai cihet olsun, cemiyet şunası cihet olsun karısak, şu esli məqsədinin onuğa vasitini məqsəd qılıb tanlıb biliş xarakterdeki xatalık hem yerde alametlerini gördük emiz. Bu Allah Teala bu yerdeki neyse ne bilge vaxtda Allah Teala bizge evetken neyse Muş kitabını evetti. Peygamber mi muş kitapga ne yetek çıkgan? Burun peygamberler mi özüge Allah Teala'dan düşken muş kitabının orijinal nüshasıga egeşken? Bizge nima deydi degan vaqtda aş peygamberler özüge yetek çıkgan aş kitabını özlerine yetek çıksanlar peygamberler erişken narsaga sizlar erisha olasizlar degan gap o. Hozir mishada bu Qur'onga aloqador nurg'un nimalar o'tirib qo'yildi shu program munosabati bilan. Men bu 5 yil program boshlashdan oldida suhbat ilib qolgan do'stlar, ko'ngil do'stlarimizlar ilib qolgan suhbatlarimizda qarasak, asosan biz da'vatgan yoki hozir sizlar oxir qatim deb o'tib ketgan jumladagi Qur'onga %100 ishonish, uning faqat Alloh tarafdan rasmiy Alloh tarafdan kelgan kitob ekanligiga ishonish masalasida chiychaqadigan yeri borligiga his qildim suhbatlarimizda. Yani şuna işenmeyken çünkü işenmez sebep nima desa o hadisning o kelish shekli bilan Qur'onning kelish shekli usuli yo'li bir xilkanda. Bunda olsa sen hadisni inkar qilsan, Qur'onni inkar qilsan bo'ladi. Chunki hadis qanday kelgan bo'lsa,
O şunda kelgen şekilde iddiası varken, fikir varken. Hatta ahirete bir video yolladı bir kardeşimiz. Onun da yani bir malum bir şeyhninki koluğa Kur'an'ı ettirip bu öz vaxtida Peygamber Aleyhisselam yazmagan, sahabelerinin vaxtida yazılmadan keyinki Osmanlı'nın devrinde tüplengen, zizevir yok, çiçik peşleri yok haletdeki Kur'an'da. Ama şu düşken olsama, şu Kur'an şu mu diye Allah tarafından düşken. O fakat levz şekilde düşken, qanday yazılganı bu. Allah yazıp evet düşken bunu dergahını kitap kılıp evet düşken bu şimdi. Bunu qanday olab Allah'ın diyaleysen degan mandak bir video olur. İnsanlar her xil fikir qılalaydı ekan yani. Elbette. Çünkü aşınanga eğer aşındak bir işenç qilgan olgan bir narsa bo'lmasa o'tirdi. Nimaga ishonch qilganda? Doğru. Bu yani bir acayip bir nimaning ichiga tushdi demladim. Bu yerde hem de moşunda kılış için, moşu Kur'an'ın bir şübilik bir kitap haline düşürüş için to'qilgan rivoyatlar, mesela Ebu Bekir'in zamanında Hazreti Umar, Ebu Bekir'in aqsı kirli jürüp, aşını özünü bir kitap haline ekvasa qaldı, yoqap ketgan o'xshaydi, gök dev jürüp, onu özü şu qariyilni bir yere kelip, jig'ib, onu kitap haline ekegenligi, to'g'riliq aşındaq rivoyatlar var. Keyin Osmanlı zamanında yeni bir qatim islah qilib, onun özünü qilganligi. Ayndaq bir rivoyatlar var bu yerda. Bu rivayet nima desa, tigi tushlar buniki. Bu kitapning Qur'onniki şu Ebu Bekir to'plamga vaqtida nima desa, bir samonliq toshqidek bir axlat u bu narsaniki orsi qilib qolgan bir narsa degan mandaq ma'no chiqargan gap bu yerda. O so'ngakli va yog'ochli va yupmoqli va nemali va qo'zoqli va teri va degandek ashuni hammasini yig'ib qo'yib andaki dahi ayni 5 daftani ba'zilarini o'shga ketib shuni bilan bu yerdagi zinoga to'g'riliq oyatning o'zini topolmay shuni yozmay qo'yibdiki deb ashgan onu yazmay o'shga ketgan bo'lsa qorilniki yodevaga kallistik narsani yeb ketganmi o'shga shu vaqtda. Bundaq misallik olamdı. Bu bütünlay nima desa Qur'oni Karimni shubhalik bir kitap holiga tushirish uchun ko'rsatgan bir tirishchanlik. Ammo Qur'onda nima deydi buningga? Qur'onni to'plash jarayonlar to'g'riliq nima deydi degan vaqtning o'zida Qur'onning o'zida inna alayna jam'ahu va Qur'oni deydi. Qur'on ma'vu. Qur'oni Karimni to'plab Qur'on holatiga akilishning o'zi mana shu Qur'on holatiga akilish bizning ishimiz deydi Alloh taolo. Yani onu Kur'an aldık Allah Teala Peygamber Aleyhisselam hayat vaxtida muş Kur'an hazır bizning qo'limizda Kur'an bor o. Aşaretde bu bo'lgan degan gap bu. Zizevir yo'q degan gap cho. Zizeviri mena undaq narsaga ishonmayman men shu yezib qo'ygan shu rivoyatda deyildi-ku shu gapning hammasi. Zirzevirni keyin Hajjaj men Yamanbek o'zi ya nim Hajjaj qudaymi? Yamanbek jiq gunoh qilibman, azroq bir gunohim yengilsin deb zirzevir qo'ydiganmish. Mandaq bir mazpaynak gapda bu. Hamda laqi bizlar kichik vaqtimizda Osman nusxasi bu yani bir nusxa degan bir qancha nusxalar ularga bizni e'tirof qilmaydi. Hatta man yodlagan bo'lsang yoki man o'qigan bo'lsang bu e'tirof qilinmaydi degan shaklda axiri ish qilib Saudi bosmasi bugun dunyoga umumlashganda. En ölçemlik nüska deyilip. Çünkü onundaki zizevir peşçik katarlıkla bugünkü standart okuş ölçümü boyunca kaç kişilikleri onun yaşılıp çıktı da demek onun ölçemleştirip çıkıldı hem de. İmla cihati şu okuşun imlasını doğrulap çıktı. Başkası da onda o kadar mı mürekkep ya ki bizlersi yok. Normal lamba. Ondan başka eğer zizeber koyulmagan avval aslında bir Arapçanın ma'nosini bildiğin bir insan okuyalaydı ki insanlarını. Okuydu. Düşünelaydı ki okul buldu ki. Fakat onun zizeber koyulgan çağda bazen zirkilgan yerine zever kelgan bo'lsin ma'no o'zgarib ketgandek o'zgarib ketadigan. Ama hozirgi holatiga o'lchamlik ekkilish hamda qanchalik bosqichlarni besbetib qanday bo'lib bilmayman, lekin ana harflar o'z bitikidanda. Özbekte onun üstüge faqatlar zirziver orqali ba'zi harflar qisqartirilgan yeri bor. Misol
semavat vel arz degan oyatning o'zi semavat mimning topsida o'rzi var va. Asli o mimning yerida elif bo'lish kerak-ku. Elifning o'rniga o'rzi var qo'ydi degan gapning o'zi elifning o'rnida elifning nima mimning yerida asli elif boti deganni bildira oladi shuning o'zi. Ashunday narsa u. Ashunga o'xshash ba'zan harfning o'rniga nima urg'u bilan nima harfni ifodalaydigan ishlar bizniki masalan ocha bilan ocha deganning o'tirsa urg'u ishlatiladi-ku. Ocha deganning o'zi ochmoq yog'ochni ko'rsatadi, ocha deganni hadisni ko'rsatadi misol. Shu vaqtda o'tirda urg'u ishlatiladi, urg'uning o'zi mayda ama ochga ama ochga deb ikkisini o'zini farqlantirdi misol. Biz cümledeki o'rni qarab turib, ha, mana ochi debdi, mana ocha debdi. O Aşkına o'xshash ba'zi yerdagi zirzivar sohasida masalan bihi lahu degan nimalar bor. Arab tilidagi qoidasida ha'ning oldiga harakatli bir harf kelib qolsa, u ha so'zildi. Lahu bihi debchi. Agar o ha'ning oldidagi harf sokinlik bo'lsa, so'zilmaydi. Masalan minhu, anhu deganda o so'zilmaydi. Aşkına o'xshash masalan lahu degan vaqtning o'zida ha'dan keyin vavvat degan bo'ldi. Evet, vavning o'zini hazb qildi deydi arablar, uni elib etib, uning o'rniga shu ha'ning to'pisiga ta'tirpash qo'yib qo'ydi. Bu ta'tirpash nima degan bo'ldi desa, ashad aslida vavva deganni bildirdi. Bihi deganning o'zigimi ha'ning ostiga kichkina bir yoni yozib qo'ydi-ku. Aslida ha'dan keyin yavati degan ma'noni bildirdi. Balki hech qanday u harfni o'zgargan bir narsa nima qilmaydi, faqat nima deymiz ham, ashuna harakat orqali harfni ifodalaydigan narsa bu arab tilida bor-ku bu. Grammatikalarda ma'nosida bor, unda bo'lgan Uningki qaysi bosqichlarda qanday ta'riflanib, qanday inchikka tadqiq qilinganligi ayrim bir tema. Muhim bo'lgan yer nima desa, shu qo'limizdagi hozirgi 30 pari Qur'on shakldagi nima, sahih shakldagi Qur'onning o'zi Alloh bizga avatgan kitob, muqaddas kitob deb e'tiqod qilish masalasida. Aşağıda bizge şu hadisini koşup zorlap tıkış dininin içine zorlap ekirişlen Kur'an'ın bir parçası, cüz'isi degen şekilde sel kıstap etkense bizim de demin doktor oldu. Bu her xil köratimizde inkaslarda. Aşındak bir nemi köratimiz ki videosunu ve filmini kayıt köydük da karsak Necaşi'nin jutuğu bağın muhacir, tüncü muhacir boğan Müslümanlar Necaşi'ye Peygamber kelgen möcüzler var mı degan savolga nisbatan onun möcüzü Kur'an deb deyilgan. Kinodagini misal aldı deymanglar qardoshlar. Lekin demoqchi bo'lamiz, aqllarga bir ishorat biz diqqat qilmay o'tib ketayotganmiz. Kerim ustozim dedi bu yerda shu programmada dedi Qur'ondan boshqa möcüzü berilmagan payg'ambar islomga degan. Şunun için keyingi başka möcüzeler alakadar vakaliklarda çoğun bir hatalı iş var diye şekilde tersçilikni ko'rsatadi. Onun başka kısımlarga tafsilotlarga yerde ko'rsangiz bo'ldi, qarasangiz. Andaki masalani hozir degan gapni birsiga bir izoh berib o'tayman. Xo'sh, ha. Rivoyatul Qur'onning kelish manbasi o'xshash degan gap bu yolg'on gap bu. Payg'ambar alayhisalom bu nimaga Qur'onga nima shu katib 40 necha katib tutqancha. Maxsus Qur'on tushgan vaqtda qashida zodi shu 40 necha katibning birisi bo'ldigan gap, shuni darhol yozdirib turadigan gap aning o'zini. Ammo rivoyatni hech bir zaman yozdirmagan, aksincha uni o'zini to'sqan. O biladi shu nima rivoyat kitob o'qiganlarimiz biladi. La taktubu anni shay'an ghayral Qur'on faman kataba falyamhu degan shu bir rivoyatning borlig'ini biladi. Qur'onda boshqa hech narsani yozmanglar, kim yozgan bo'lsa uni yo'qotsin degan gap bu. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishdan burunmi shu nima qizig'i deb yozilgan narsani hammasini ko'ydagizib o'tganki, Abu Bakrmi o'lib ketishdan oldida ko'ydagizib o'tganki, 500 atrofidagi rivoyatning gapi vaqtida Umarning zamonida necha qatim ko'ydagizib tashlayotganda u rivoyatga faqat yo'l qo'ymagan. Nima uchun degan vaqtda
paralel Qur'on degan bir narsani paydo bo'lib qolishiga hammasi qarshi edi shu vaqtga shu haqiqiy Qur'onni tushungan bir sahoba bo'lg'achcha. Şunu bu halkı Kur'an bilen rivayetinin keliş yolu o'xshash degan gap yolg'on. Rivayet deganda eng az bo'lgancha Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib 250 yildan keyin yezildi degan bir gap bor. O jamoat yuz ko'rishgan vaqti 1300-yilga to'g'ri keldi. 1300dan 600 10 ni olsak qancha 700 yil deydi. Peygamber aleyhisselam peygamber bulup 700 yıldan keyin. Peygamber aleyhisselam ölüp gitme 200 nima 680 yıldan keyin keyin o'z xalq bilan yuz ko'rishgan degan gap bo'ldi. U hech bir zaman Qur'on bilan o'xshash emas u narsa. Uni ku rivoyat qilinib, amtaq anda degan uni ma rivoyat qilgan, u mandaq degan deb 4-5 az olsa 7-8 odam orqali keladi. O orliqda hozir biz devatimiz bu yerda ma u video avvaldik ma gapni bo'lmasa sizlarga men ikki og'iz gapni qilib 5 minutdan keyin a gapimni aynan bir deb bersin desam, herkes 100% aynan deb beramaydi siz uni. Şuna aytganda bu sahabe bizga o'xshamaydi, halol yeganlik uchun isidan chiqmaydi degan gapni deyishga majbur qoldi-ku. O sahabenin bizga adam o hech qanday bizning hech qanday farqi yo'q-ki. Bir ko'rarman do'stimiz Qur'onning asli orijinalini susbagan bir dokumentarda ko'rgandim deb ma'ni yo'llabdi-da. Men adım ba o men shu kopiya qilib chiqib qo'yganda qilgan nari qoldi o. Agar mushu shu degan taqdirdimi? Mana. Ko'rinayotganmi ya? To'xtamasdan cho'nti. Tutuq chiqib qoldi. Tutuq chiqib qoldi chunki kameraga sal yaqin etkensizlar. Sal yaqinlashdi. Bo'ldi. Ko'rindi. Mushunga o'xshash menda 7-8 varaq bor shu vaqtdagi nimalar? Bu alqima o nimaniki Angliyaning muzeylaridan borki bu Qur'onniki shu 1370 yillik Qur'on debdi, yana birisini 1400 yillik debdi, shunday. 1400 yil degan shu Payg'ambar alayhisalom zamonasi Qur'on degan gap endi. Ammo rivoyatniki Imom Buxoriy o'z qo'li bilan yozgan kitobniki original nusxasidan bir tal varaqmi yo'q hozirgi vaqtda. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah degan rivoyat kitoblardan hech qaysiniki muallif o'z qo'li bilan tutib yozgan narsaning bir tal varg'i chog'liq bir narsa yo'q. O rivoyatni hech bir zaman o Qur'on tanqilish o agar men musulmon degan odam bo'lsa Qur'on tanqilishning o'zila bu cho'ng bir o'zi xatolik qilgan bir narsa bu. Bu o'shmanlik qilib bizga o'shmanlik qilib Qur'onni inkor qilishning hech qanday hojati yo'q. Bu yerda. Bizga o'shmanlik qilish ayrim narsa, lekin o Qur'onga o'zi men musulmon degan bir odam Qur'onning ashtaqo degan ma'noda bundaq bir ishni qilish o bak cho'ng o'zi xatolik qildi. Shu agar hadisni inkor qilsang yoki hadisni e'tirof qilmasang, Qur'onni e'tirof qilmasang bo'ladi u chog'da deydigan iddiasi borkanda shunga buya kirib qoldik. Aslida bu emasdi-da. O hadisni inkor qilsa, hadisni o'zi bu men hadisni din deb qaramayman desa, u odam hech nima bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda Alloh taolo o Muhammad o'lib ketgandan keyin 250 yildan keyin bir narsa yozildi, ashunga ishonadi degan hech qanday bir yo'q. Agar kerak bo'lgan bo'lsa, bu rivoyatlar kerak bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalomga olim qoldimay yoz deb Alloh taolo uni yozdirgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning zamonasi zaten Payg'ambar alayhisalom qilgan, o sahobalar bilan nima qilgan, Payg'ambar alayhisalom oilasi haqida shunday bo'lgan voqealarni tasvirlaydigan Qur'onda eng oz bo'lsa 5 par atrofida mening farzimcha tafsil uni nima chiqmadim, orib chiqmadim. Eng oz bo'lsa 5 par, balkim undan jiq bo'lishi mumkin. Ashunga yetkidek darajada nima bor? Payg'ambar alayhisalom zamonasiga voqealarni tasvirlangan oyatlar bor. Mushuning o'zla shu Payg'ambar alayhisalom zamonasiga hadis deganga yetarli biz uchun. Bu endi haqiqiy hadis endi. Shu Payg'ambar alayhisalom zamonasida bo'lgan haqiqiy bir voqealar endi bu.
Onu da başka bir neslin özüne Peygamber Aleyhisselam'da keyin yüzlerce yıl, yani 10 nesil, 15 nesil keyin yazılgan bir neslin özüne Kur'an bilan o'xshash ko'rish, dinning ichiga kirdirish, bu bizni mushkun kelgan narsa shu aslida. Biz bunu bilishimiz kerak. Şu tarixini, yazılgan tarixini talaş-tartış qilgan gaplar jiqken, ama men jiq o'ylanib bunun mana qarasam, bunun mening o'zimning qanoatim, mayli bo'lgan yerim desam, uning qachon yezilishidan qat'iy nazar Qur'onning ichida bo'lmaganligi uchun bu ijroat qismi bo'lar. Shuchaki vaziyat asosan shunda ijro qilinganligini ko'rsatib beradiganligi. Yani qanday qildiganligi yani. Ya uni aşağı desakmi bo'ldi, va lekin bu yerda bo'xton degan bir narsa bor-ku. Bu bo'xton deganda Alloh taolo nihoyat cho'ng bir gunoh deb qaraydi-ku. U yerda Payg'ambar alayhissalom qilgan degan vaqtida eğer qilmagan bo'lsa uning o'zini. Bu nima bo'ldi shu vaqtida? Hatta Qur'onda yo'qni qilmaydi deganligini iymon keltirdik deb turib, Qur'ondan topolmagan turibmi, yana Qur'onni balkim unda emasdir deb turib, olinga ishonish bor-da. Ya şu burun tatbiqi işilib o'rganib qolgan-ku, kunib qolganga ma'nodan gapda inson. Buning uchun bu yerdagi bizni o'tganda men dedim mashina o'zini. Bizning oldimizdagi eng cho'ng ikki tal to'saq bor Qur'onga yetish uchun. Birisi rivoyat hadislari, yana birisi fiqh. Bu ikki kitobni atlab o'tib lekin ash Qur'onni o'zimi uning o'ngchivashqa shu hech qanday bir narsani aralashtirmay turib Arapning grammatikasini yaxshi bilsak, Qur'on bilan jadallashsak, bu narsa hammasi hal bo'ldi. Meni o'tganki suhbatning o'zida bayram murosimlar to'g'riliq to'xtaldi, shunaqmi ya? Ashu men dinda o'qigan, men degan Alloh bo'lib ketgan odam, men degan 7 yoshimda Qur'onni yodlab, tug'ilib olim bo'lib tug'ilgan odam, devatgan odamlarmi javob berolmaydi shuning o'ziga. Ro'za aytdi, Qurban aytdi, bizning ikki tal nima bayramimiz bor deb o'ltirdi. Bayram degan narsa Qur'onda yo'q. Bu yerda bizniki nima ishni qilsak to'g'ri bo'ldi, nima ishni qilsak xato bo'ldi degan to'g'riliq bizga hukm bor. Nega borimiz, nega kelimiz, buni hech qanday ish yo'q. Faqat bu yerdagi masala nima degan vaqtda, bir yerga to'planib bir bayram o'tkazgan vaqtda biz yaxshi ish qilamizmi, qilmaymiz, yomon ish qilamizmi? Alloh taolo bunga baho berdi, bunga jazo yoki mukofot berdi. Masala bu Qur'onni tushungan vaqtda bir masalaga javob berishni nihoyat o'ng'ay to'xtaydi. O'zi qalaymaqa yo'l kirib olgan ekan, hammadan tilla odamgarchiligini chiqirgan bunaqa insonlar jiq emasmi bu yerda? Şuna bu bulukmama dini sahada o'qigan odamlar bir haqiqiy dinni biz bilsak bo'ldi degan mana niyati bo'lsa, o atrofidagi yezib qo'ygan narsaga tafsirlarga bak kirishib olmay, Qur'onning matnisiga, Arabning grammatikasi bilan Arabning lug'atini yaxshi bilsa, shu matnisiga yaxshilab o'zi qarasa, bir oyatning o'zini yaxshi tushunmay qolib qolsa, shuning munosabatli oyatini hozirgi vaqtda internetda shunday bossa, shu bir tal kalimani yozsa, butun shu soatlik oyat hammasi chiqadi. Shuning hammasini bir yerga ekib turib, bir tushuncha hosil qilsa, o'zi qanoat qilib eshib ketgandek darajada bir tushuncha berdi Qur'on. O vaqtda hech qanday bir narsaga ehtiyojim kelmaydi, misol. O'zim qiynalmaydi uning ustiga. Hozir javob bermoq shu bir masalaga desa, o mazhab anda debdi, ma mazhab manda debdi, o olim anda debdi, ma olim manda debdi. Sen nima deysan desa, o'zining deydigan hech qanday narsa yo'q. O'zini olimcha qilganda hech qanday shu bir mazhabsiz hech qanday bir og'iz gapni qila olmaydi bular. Bu odamlar bir narsa bildi olmay, hech narsa bilmaydi bu odamlar din sohasida. Mezhepler doğruluk buldun mu şu? Tamam. Şunun için hem de qarindoshlarimizni deydiganimiz bizniki nima degan vaqtida biz
Allah ko'rsatgan yo'l mangmiz deydiganmiz, Allah bizi tushirgan kitob orqali mangsak to'g'ri yo'l mangan bo'lamiz. Ham bu kitobning o'zini tehi undaq boshdan oxir tushuntirib o'tgan bir ishlar bo'lmadi. Inshaalloh shunday tushuntirish niyat qilyapmiz. Buningga Alloh nasib qilsa yetimiz. Xudoyim bo'lsa uniki tarjimasini chiqib deyapmiz. Nurg'un do'stlarimiz Mehmet Yusuf Qarimma tarjima qilibdi. Xo'sh bo'ldim men undan. O andaq kichkina mandaq va arabchani yaxshi biladi bu og'aynilarimiz. Andaq bo'lgandan undaq odam tarjima qilganligini yaxshi. Mesela Enes Acımma tercüme kıldı, onun ait yaxşı tercümesi. Her tercümeni okup görüş gerek. Bir tercüme günü ölüp, andakin kalan tercümedeki kalan tercüme kalan kitabını tıllap kılışka hacet yok. Çünkü onun içinde içilmeyen sırlar, mesela bir kitabını okusak, sen mucmel okuğa yerle, yeni bir kitabını okusak içiliş mümkün. Açıkta yerlik ehemmiyet verişimiz lazım. Onun için biz Müslüman buluş için bir mezhepinin bizge hiç kandak keregi yok. Biz Allah'ın kitabı kösetken mezhepte bolsak boldu. Allah Teala bizni bu Allah sizlerini Müslüman dep atıdı dedi. Demek ki biz Müslüman desek boldu. Palanı mezhepte, pusanı mezhepte işinin hiç kandak ağaçtı yok. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Bugünkü mezheplerninki biz o'ylamagan, ba'zan yoki diqqat qilmagan yoki mashhur bo'lmagan taraflardan ba'zan bir ishlar yoritilgan bo'ldi. Ondan boshqa nimaning borki, iqimni jiqkan. Ben abiyatim bir misal edip ayağa chiqmadik ma'luqa. Ba'zan qarindoshlarımızdan sen hozir o'zing e'tiqod qilayotgan aqida tushunchangni Payg'ambar alayhisalom qadar bir bunda bir silsile şekilde bir yüz bakkan bolsanız degan narsani boshqa qarindoshlarimiz deb bakkanlar qarindoshlar agar yaxshiroq javob erisha olsanglar tan o'rtoqlashsanglar biz bir uyga borsak. Unda bo'lsa bir nima chiqibdi? Bir savol. Qiroatning 7 xil nusxasi bor deydi ekan. Bazı sözlerinin hareketleri okşamagan telaffuz kılındı iken, bilişimçe hareket okşamagan telaffuz kılınsa söz ma'nosi o'zgarib ketadi. Söz ma'nosi o'zgarsa, cümle ma'nosi ham o'zgaradi. Buni qanday tushunamiz deb bir qilishni savol so'rabdi. Bu'niki meni esimda qolishcha halqi ma'u halqi ve iza nimalqi tirik kümbetilgan kızlar doğruluk soruldu degan bir ayet var şu aşağıda. Neymi? Ayetning nimasi? Suilet bi ayyi zambin qutilat degan ayet şu. Bi ayyi zambin qutilat deganning o'zida bi ayyi zambin qutilti deb o'qiydigan qorilarmi bor? Boshini qo'shyapti. Qutilat degan vaqtda u qiz nima uchun o'ldirilganligi haqida savol so'rildi degan ma'no chiqadi. Endi bi'ayi zambin qutilti deb o'qigan vaqtida taga zir harakat berib o'qigan vaqtimizda nima deb chiqdi desa, sen qaysi gunohning sababidan o'ldirilding deb qizga savol qo'yildi degan ma'no chiqdi. U ma'no o'zgarmaydi. Demak, ma'no o'zgarmaydigan shakldagi, masalan, ba'zan vasoya, vasiya deb manda o'qilgan bir kelimalar bor-ku, uni hech qanday ma'no o'zgarmaydi. Bundaq yerda ikki xil yoki bir qancha xil qiroatning o'zini o'qishga bo'lib deydi. Ma'no o'zgarmaydi bu yerda. Qotilti desimi shu ma'no chiqdi. Shu qizdan so'rildi degan, qizdan seni nima uchun ota-onang o'ldirdi yoki degan ma'no, qaysi sababdan o'ldirding sen degan ma'no chiqdi. Qotilat deganda u qiz nima uchun o'ldirilganligi haqida savol so'rildi degan gap chiqdi. Oxirgi mazmun o'xshash chiqdi yani. Mushuni qo'shni asli. Bu yerda ma'no o'zgarib ketgan darajada unda qiroat yo'q. Başka savol tushundim abi. Ba'zi qarindoshlarniki bizga bergan ijobiy so'zlar bo'larim balkim. Uni shu inkas qismi qiziqqan qarindoshlar ko'ringlar. Biz mana bu nas masalani bir uzluta, undan keyin başka sözler olmasa bir şey tugaydi yani. Oldu. Ma'qul.
Bütün qarindoshlar salom. Allohga emanet. Kelar görüşürüz. Bo'ldi, ma'qul. Aman bo'lsam, Allohga emanet. Assalomu alaykum. Muhtaram qarindoshlar, ko'rganingdek, bugungi qismi bu yerga qadar bo'ldi. Ya'ni Qur'ondan nazar programmamizning 9-sonida mazhablar to'g'risida to'xtaldik. Ko'rganingdek, mazhablar e'tiqodiy, ahkom, aqida jihatlarda bo'linadiganligini, farqlanadiganligini, onun kelib chiqish manbasi qatorliqlar haqida mazmunlar to'xtaldik. Qiziqsanglar, inshaalloh tafsilotini ko'rsangiz bo'ladi qarindoshlar. Tafsilotni aniq ko'rib, undan savol yoki inkos qaytarsangiz ham yaxshi bo'ladi. Maqsadimiz zamanni o'rganish bo'lganligi uchun. Boshdan oyoq deb keldik. Biz malaika emas. Biz ayb nuqsonliq içimizden yasa kan jiran çıkadigan, nijaset çıkadigan, sizga o'xshashlar inson biz. Biz hech kimni o'zimizdan past ko'rmadik, ham beshimizga edib o'zimizdan yuqori deb ketmadik. Hammadan barobar taqon kishilik inson ekanligimizni his qilgan, bayqaganlardanmiz va o'zimizga tushganni qiladig'anni ado qilish yo'lida himmat qiluvchilarmiz. Muhtaram qarindoshlar, bizga qarasanglar, bizdan ko'radigan narsalar jiq narsa yo'q. Biz ko'rsatgan narsa qarashga tashqan bo'lsanglar, uçağda biz emeyden o'xshash bir narsani ko'rgan bo'lamiz deb kelyapmiz. Ko'rsatgan barmoqqa qaragan kishi ko'rsatilgan narsani ko'rolmaydi qarindoshlar. Oddiysi bir mashina deb ketib, agar sirtdagi oldimizdagi mashinani yoki oldimizdagi manzaraga qaramay, mashinaning ayniga qarab boqinglar qarindoshlar. Aynak suzuk bir narsa bo'lsa-mu, aynakdagi boshqa narsani ko'rsizlar, ammo u zaman sirtdagi narsalarni ko'rolmaysizlar. Shunga fokus nuqtanglar, asli maqsadga qarasanglar Təxmin yaxşı olur qardaşlar. Bu bizden bir tavsiye. Başka selbi yoki başka inkas berib olgan qardaşlarga axir deydigan sözümüz, biz hech kimning baholug'uchisi yoki bir unvon qozong'uchisi emasmiz. Qozondug'uchisi emas. Ekranlarimizga kelgan qarindoshlarimiz hammasi o'zininki Alloh ato qilgan ilmini xalqimizga o'rtaqlashish, xalqimizga yetkazish, o'zida borni paylaşış maqsadida ekranlarımız kelgan. Biz ularga haq bermadik, haqni olmadik. Hammasiga o'xshash muomala qildik. Piyozga piyozcha, samsoqqa samsoqcha, go'shtga go'shtcha muomala qildik. Yetarki bizning mediadagi fidoilar ekranining mediasini biz mo'l noz-ne'matlik bir dasqon misoli hammasi tepiladigan, hamma sohalarda qarindoshlarimiz o'zining fikrlarini bayon qila oladigan bir maydon bo'lsin degan umid bilan tirishchilik ko'rsatdik. Qo'limizdan kelishicha davom qilyapmiz. G'araz va maraz aralashib qolgan yerlari bo'lsa, bu bizdagi yetersizlikdan bo'lishi mumkin. Sizlardagi ehtimolliklar bo'lishi mumkin aziz qarindoshlar. Chunki dasqondagi mo'l noz ne'matni ko'rmasdan uchib yurgan dijital chivinni ko'rgan bo'lsanglar, bizga amal yo'q. Yaxshi bir program bilan oldimizda tekrar ko'rishimiz bilan Cenab-ı Allah topshirdi. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.